Bu inson Qo'qondagi eng boy quruvchi. Umidjon Nazarov qanday qilib 2 million dollar qarzga kirib, bugungi kunda 200 million dollarlik imperiya qurgan? Multimillionerning bir kuni qanday o'tadi? Qo'qonda birinchi nomer olinadi, nomerga qarab mashina olinadi. Yo'g'i. Qaynanam ikkinchi onamlarda. Sovg'am bular hammasi. Hammasi sovg'a. Qandoq? Men mehribon kuyovman-da. Qiyomatli do'st nima olsa ikkita oladi. Hamisha bitta o'ziga, bitta yaqin do'stiga. Va Qo'qondagi eng yirik 6 ta biznesini barcha raqamlar bilan ko'rsatamiz. Nech pulga qurgansiz buni? 2 millionga qurganman. 2 million dollar. 200 million plus minus. 200 million dollar. Abu Dabi jamlaqa qimmat bas shu 1 millionlik. Diyorbek xavotirimni bu zapravkam o'zimizlik. Millionerlar klubi YouTube kanaliga obuna bo'ling va intervyuni tomosha qiling. Hammaga assalomu alaykum. Millioner klubiga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Qo'qonlik multimillioner Umidjon aka Nazarov. Biz Qo'qonga yetib keldik. Xudo xohlasa, hali Umidjon aka unaqa intervyu bermadilar. Hamma ma'lumotlarni eksklyuziv ko'rsatadilar, hamma bizneslarni borib ko'rsatadilar va hozir bizda soatimiz 4:57 va telefon qilamiz, uylariga boramiz va sizlarga qiziq ma'lumotlarni ko'rsatamiz. Telefon qilyapman. Alo. Assalomu alaykum Umidjon aka. Va alaykum assalom Diyorbek. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. 4:57 da telefon qilyapman aka. Besta qilmadimmi? Hech qachon bemalol akajon. Aka, biz keldik. Uy lokasi tashlab bersangiz o'tamiz aka. Diyorbek, bizda ancha bo'ldi tong otganiga, biz ko'chadamiz. Yo'g'i? Albatta. Namozlarni o'qib, sizni kutib o'tiribmiz. Bo'ldi, qattasiz aka, o'taman. Bu lozim sizga shopirjon aytyapman. Aha. Borib olib keladi sizni. Bo'ldi aka, xudo xolasa ko'rishamiz. Lakatda tashlab borasiz. Bo'ldi aka, xo'p, hozir. Uyda syomka boshlamayotganmiz, lekin hozir ko'rsatamiz. Qayerga boramiz, nima boramiz? Ertalab turda turar ekan odamlar. Namoz o'qib uxlamayotganlar. Unda xudo xolasa ketdi. Assalomu alaykum Umidjon aka. Salom. Yaxshimisiz aka? Yaxshi. Rahmat. Taqib qo'ysam aka. Mana. Tinchmisiz? Zo'r, o'zi yaxshimi? Rahmat. Yaxshi keldilar. Ertalab telefon qilsam, men o'yladim uydan boshlaymiz sekin 8-9 dan har doim 4:30 turasiz. 4:30da turib, bomdodlarni masjidda jamoat bilan o'qib, keyin mana nonushtada yaqinlar davrasi. Har kuni bir xil. Har kuni bir xil. Zo'r. Kun tartibi shun bilan energiyani olib, kuchni olib, sekin qolgan joyidan davom etib ketaveradi. Biz qayerga keldik? Biz shu Qo'qon shahrini, o'zini tarixiga ega bo'lgan eng qadimiy Maytda Bandra Sahibat bir sharshara choyxonasi. Odam ko'p. Qo'qonga kelib, bu sharsharaga kelmasdan nonushta qilib ketib bo'lmaydi. Yo'q. Ana mana shu yerga joylashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qashqadaryoga tuzim. Charchayapsiz? Tuzimsizlar? Qani, o'tiramiz aka, joylashamiz. Umidjon aka, intervyu berganingiz uchun kattakon rahmat deyman. Birinchi o'rinda va millioner klub odati bor, har doim o'zi 3 ta fakt inson o'zi haqida aytib berishi kerak. Bir qayerda tug'ilgansiz, nima bilan shug'ullanasiz, qisqacha o'z haqingizda gapirib bersangiz. Birinchisi Diyorbek eng asosiy fakt Qo'qon shahrida tug'ilganmiz. Ikkinchisi hozir 6-7 dan ortiq yo'nalish bo'yicha biznes sohalarini yurityapmiz. Eng asosiysi 3 ta farzand hozirgi kunda otasimiz. Dahshat. Umid aka,
menga va'da beruvdilarki, bu intervyu eksklyuziv bo'ladi. Hamma raqamlarni ochaman. Bunaqasi hali hech kimga bermadim. O'zi to'g'ri 5 oydan beri aka intervyu bering deb yuruvdim. Mana Alloh nasib qildi. Shu kunga oldik. Endi aka bitta savolim bor-da. Har kuni shunaqa nonushta bir xil bo'ladimi? Bu o'sha Qo'qon shahrida joylashgan o'sha Madrasa Emir, eski shahar deb yonida joylashgan Sharshara choyxonasi hisoblanadi. Bu yer o'zini qadriga va qadriyatiga ega joy. Bu ощущениeni, bu atmosferani boshqa joydan aurani topib bo'lmaydi. Mana qarang, orqamizda bari shaharda otaxonlari masjidga kelib, o'zlarining yoshlikdagi qadrli do'stlarini, mana shu yoshlikda o'tgan zavqlarini eslab bir-birlariga yaxshi tilaklar bilan, yaxshi niyatlar bilan kunda shu bilan boshlanadi. Bu nonushtalarimiz shu ertalabda birinchi navbatda insonga kerak bo'ladigan o'sha energiya manbai hisoblanadi. Zo'r. Nega aynan Qo'qonga kelib, Sharsharaga kelish kerak? Sharsharaga kelmasdan ketgan odam Qo'qonga kelib ketdi hisoblamasa bo'laveradi. Ha, yo'q-e. Har bitta viloyatdan, Toshkentdan kelsa, Sharsharaga. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, albatta Sharsharaga kelib, shu o'zining nonushtasini yeb, ertalabda no'g'at cho'riklarni, ertalabda mana kalla go'shtlarni yeb, halvalardan, qaymoqlardan, ko'zalardan yeb, keyin batda o'zini an'anaviy cho'p kabob bor, cho'p kaboblaridan yeb, shu narsa hamisha yodida turishi kerak. Shu Qo'qonga borganimda albatta Sharsharada to'y ichishim kerak degan. Odam semirib ketmaydi har kuni. Yo'q. Ertalabda bu o'zimiz azaldan shu o'zbek xalqini nonushtasi shunaqa bo'lgan. Baqvat deb baqvat harakat qilish kerak. Tushundim. Qarang, keyin biz o'zi millioner klubimizda har doim konkurs o'ynaymiz, lekin oxirida har doim o'ynaydi. Endi sizni soningizda, sizning intervyungizda biz boshida qo'ymoqchimiz, kim bu intervyuni ko'rsa, bilsinki biz konkurs qilamiz. Hozir har doim biz 3 ta o'ringa qilamiz. 3 ta o'ringa nima qo'ya olamiz bularga? Bo'ldi Diyorbek, har bir narsani o'zining rag'bati bo'lishi kerak. Berganga hamisha Xudo beradi. Xursand qilaylik biz ham. Qolganlar nimani berishgan bo'lsa, biz ham xuddi shuni beraveramiz. Bo'ldiki, unda 3 ta o'ringa bo'laylik. Nima? 3-o'ringa $500 beramiz. Video rolik bizani YouTube'da ko'rayotgan insonlar polniy rolikni ko'radi va o'zini xulosasini yozadi. Kim eng chiroyli va yaxshi xulosa yozsa, unga $500 beraylik. Qancha ko'p xulosa yozsa, shuncha ko'proq imkoniyati bo'ladi. Ikkinchi o'rin biza $1000 beraylik. $1000 kimlarga beramiz desangiz, bu video rolikni olib turadi, kesadi, Instagram, YouTube'dagi Reels Shorts kesib, kim eng ko'p prosmotr 20 kunda olsa, shunga $1000 beramiz. Qancha ko'p video qo'yishsa, ularda shuncha ko'proq imkoniyat bo'ladi. Ma'qul. Birinchi o'rin 20 kun tugatamiz. Keyingi 30 kun ichida kim eng ko'p prosmotr, like, kim eng ko'p video chiqarsa, shunigina iPhone 17 Pro beraylik. Ma'qul, beramiz. Unda Xudo xohlasa videolarni kesinglar, Instagram, YouTube shortslarga qo'yinglar, kommentariy yozinglar, Xudo xohlasa sizlar ham yutishingiz mumkin. Unda aka biz intervyuni boshlayapmiz. Xudo xohlasa ovqat yeymiz va qiziq ma'lumotlar, qiziq lokatsiyalarni sizlarga ko'rsatamiz. Aka, bismillah deb boshlaymiz. Yoqimli ishtaha qani. Samarqandingga yor bo'layin, Chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin, bilagisi kimni. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin, bilagisi kimni. Shunaqa qilib Diyorbek kun tartibi Qo'qonda mana shu iliqlik bilan, bir-biriga mehr bilan, dasturxon ustida baraka bo'ladi. Dasturxon ustida suhbat go'zal bo'ladi. Shunda to'rgacha uxlamaysiz? Har kuni. Har kuni. Bu no'xatdan mana shu regionda atrofida har juma butun shahar aholisiga, atrof tumandan, rayonlardan hamma kelib mana shu yerda jamoat bu namoz o'qiydi, bu yerda bozorcha bo'ladi atroflarida. O'shanga hamma kelgan yoshi katta, mana aksariyatini qarasangiz yoshi katta insonlarda. Hamma narsa mana shu yerda o'ziga, mana shu yerdagi aholilarni o'zi qilib chiqadi. Tashqaridan kelmaydi. Hammasi damashniy narsalar. Bu vkusni, bu ta'mni boshqa joyda topa olmaysiz. Hammasining o'zining qadriyati, o'zining o'rni bor.
Bu o'sha hamma joyga o'sha davomga ketgan Qo'qonning o'zining halvasi. Assalomu alaykum. Shashlik ham bormi aka? Mana intihosi. Mana ko'rishingiz mumkin, Qo'qonlik millioneri nomsa shunaqa bo'ladi. Shashlik, qaymon, non, noxat, kalla poshshi, holva Va do'lta. va do'lta. Bu videoni Qo'qonlik tanishlaringizga yuborib qo'ying. Aka, keyin yana bitta qiziq savolim bor-da. O'zi o'z haqingizda 3 ta fakt aytdingiz. Qo'qon haqida ham 3 ta fakt aytib bersangiz. Qo'qon haqida. Ha. Birinchisi eng asosiysi Qo'qonda hovlilar hamisha eshigi ochiq turadi. Hovlining orqasida parda turadi. Hovliga kirmasdan turib, kim bo'lishidan qat'iy nazar hovlini chaqiradi, o'shanda ayollar parda ortida turib javob beradi. Ayol ko'rinmaydi. Ko'rinmaydi, ichkariga kirmaydi. Ikkinchisi Qo'qonda avtobuslarda ayollar oldidan, erkaklar orqasidan chiqadi hamisha. Bu hurmat yuzasidan shunday bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, xoh kichik bo'lsin, xoh katta bo'lsin, hamma bizda bir-birini sizlaydi. Ahamiyat berdim. Hamda ko'chada siz mehmonligingizni bilib qolishsa, tanishsa, tanishmasa, albatta sizni mehmon qilib osh bilan siylayman deyshadi. Qo'qonga kelibsiz, osh yemabsiz, demak siz Qo'qonga hali kelmabsiz. Bugun ham xudo xolisa Qo'qon oshini yeymizmi? Albatta osh yemasdan Toshkentga qaytish yo'q. Bu videoni Qo'qonlikka jo'natib qo'yinglar. Xudo xohlasa biz intervyuni davom etamiz. Qiziq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Hammamiz duogo'ylarimiz sihat bo'lsin, kasb-korimizga Alloh behisob barakat aytsin. Hamisha so'zimizni butun, yuzimizni yorug', yaxshilarga hamroh, yomonlardan yiroq qilsin, o'zini adashtirmasin, o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Amin. Xush kelibsizlar. Amin. Salomat bo'ling. Umidjon aka, qayerga keldik aka? Bu shu sog'lom turmush tarzini ertalabda boshlab, ertalabda energiya olamiz-da, shu yerda. Nonushtadan keyin siz sразу тренировкаga Kun borasiz. tartibi bo'yicha kelib Nechta soat trenirovka qilasiz? 2 soat 2 soat. Har kuni bitta vaqtdami yoki tartib har bo'yicha. xil vaqtdami? Nimasiga qarab, kun tartibiga qarab turib, birinchi darajada, lekin har kun nonushtadan keyin bolalarni maktabga tashab, ota-ona duosini olib, kechga kelib. Unda marhamat ketdi aka. Umidjon aka, o'zimga bitta orzu qo'yganman-da, mana siz Seven Saber deribsiz. Ko'pchilik nima kiymaysan deydi menga, men aytganmanki, qachonki menga kimdir sovg'a bersa, shundagina kiyaman deb o'zimga va'da berdim. Bugun o'sha kun, kiyadigan kuningiz. Ayog'i mana Qo'qonda orzular amalga oshar ekan. Xudo xolasa. Xo'p. Umidjon aka, boya ham savol berdim sizga. Har kuni ertalab sport bilan shug'ullanasizmi? Nimaiki, ko'p tadbirkorlarni, ko'p millioner akalarimni ko'raman, har doim sport bilan shug'ullanadi. Nimaga? Diyorbek kim millioner bo'lishni istasa, albatta sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Sabab bunda reja, tartib, intizom bo'ladi. Tartib, intizom bo'lgandan keyin u odam albatta uspeshniy bo'ladi-da. Sabab shunda bo'ladi. Sog'lom turmush tarzini olib borish kerak va o'shanga qarab turib energiyani yig'ib, keyin jamiyatga qarab berish kerak. Mana butun dunyoni kuzating. Sog'lom turmush tarzini olib borgan barcha millionerlar hammasi uspeshniy bo'lib ketgan. Hammasi rivojlanib ketgan. Unda erinchoqlik yo'q, unda ortiqcha ves yo'q. Unda hamisha harakatda. Bitta kelib energiyani olib harakat joy-joyiga tushib olgandan keyin hayotga chiqib jamiyatga ham to'xtatmasdan o'zingiz ham ishlaysiz, atrofingizni ham ishlatasiz-da. Bir kunda 2x ishlaydi shunday odam. Masalan, siz necha yil oldin boshlagansiz bu narsani? Men 6 yil oldin boshlaganman. Sabab nima bo'lgan? Sabab semiz bo'lganman, 95 kilo bo'lganman, erinchoqli bo'lgan, ishga kiyim kelmagan, dangasa bo'lganman. Ishda ham уже pulingiz bormidi u payt? Yo'q, unda unchalik pulim bo'lmagan, erinchoqli bo'lgan, dangasa bo'lgan, shu choyxonada, restoranda, kafeda yurib, o'sha bilan band bo'lingan. Keyin do'stim targ'ib qilganlaridan keyin kelib sog'lom turmush tarzini olib borib, mana alhamdulillah qisqa muddat ichida juda katta natijalarni ko'rsatib boryapmiz. O'zimizga emas, yaqin atrofdagilarga ko'rsatib boryapmiz. Zo'r. Ko'pchilik eshitganman, ular aytishadiki, Qo'qonda hamma savdogarlikdan boshlagan deyshadi. Shu rostmi?
Qo'qon tarixdan faqat shu savdogarlar shahri bo'lgan. Shu 7 yoshdan 70 yoshgacha savdo bilan shug'ullangan, biz ham o'sha 10 yoshdan savdoga chiqib, bozorga chiqib, mana bozorga chiqib barakasini topib, shu kungacha savdo bilan. Nimanda boshlagansiz? Mana ko'pchiligi qiziqdi, mana bizani hozir odamlar kuzatadi. Umidjon aka Nazarov hozir O'zbekistonda eng yirik quruvchilardan biri, Qo'qonda eng katta tadbirkorlar degan gap bor. Men shuni bilaman, lekin nimadan shu katta yirik tadbirkor nimadan boshlagan? Katta yirik tadbirkor shu yoshligida oddiy shu oilani farzandi bo'lib, shu onasiga yordam beraman, otasiga yordam beraman deb chiqib, ertalab soat shu 6 da yonlarida turib 10 so'mlik narsani olib 11 so'mga sotib, mana shunday savdodan boshladim. Любой narsa sotgansiz. Shu asosan shu kiyim-kechak, oziq-ovqat, общепит yo'nalishida ishlaganmiz. Undan keyin qanaqa kirib qolgansiz? Quruvchilikka restoraningiz bor. Shundan keyin hayot o'tdi, vaqtlarni kechirdik. Maktab tugadi, qaror qabul qildik, savdo sohasi bo'yicha olib ketamiz. Necha yoshda savdogar bo'ldingiz? Necha yoshda? 10 yoshda bozorga kirganmiz. 10 yoshdan tadbirkorlikni boshlagan. Ha shu Alloh fazli bilan 10 yoshdan bas to'xtagan kunimiz yo'q. Buning ichida juda ko'p marotaba yutuqlar bo'lgan, juda ko'p marotaba yutqizuvlar bo'lgan. Alhamdulillah, yutuqsiz yutuq kelmaydi hech qachon. Albatta hayot mobaynida o'sha biz yutqizuqlarimiz bizni kelajakdagi muvaffaqiyatlarimiz bo'ladi. O'shalar bizga dars. Xo'p, 10 yoshda savdogarga chiqdingiz. Keyin necha yoshgacha savdogar bo'lgansiz? Mana hozirgacha savdo sohasida kelyapmiz. Hozir ham masalan qurilishdan tashqari masalan import mahsulotlarini olib kelib savdo rastalarimiz bor. Kun davomida ko'rsatib o'taman. O'sha AZX tarmog'imiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha hamma viloyatlarda shu savdo sohasi bilan shug'ullanib kelyapmiz. Yo'q, aytmoqchimanki, 10 yoshda boshladingiz. Mana yoshlardan qarab chiqsak, keyin necha yoshgacha bozorda bo'lgansiz? 10 yoshda boshlagan bo'lsam, 20 yoshgacha bozorda bo'ldim. 20 yoshgacha. 10 yil bozorda ishlagansiz. 10 yil bozorda ishlagan. Xo'p, undan keyin necha yoshda uylangansiz? 26 yoshda. 26. 26 yoshgacha nima qildingiz? 26 yoshgacha shu o'zim o'qqa urdim, cho'qqa urdim, harakat qildim. Juda ko'p muvaffaqiyatlar bo'ldi, juda ko'p muvaffaqiyatsizliklar bo'ldi. Yutqizuvlar hayot chaqladi. Yo'q, aytmoqchimanki, mana bozordan keyin qayerga bordingiz 20 yoshdan keyin? 20 yoshdan keyin jamiyatga chiqdim. Tekstil fabrika qildik. Rosa shu ishlab chiqarishga imkoniyatlar keng berilgan paytda shu shaharda markazda joylashgan o'sha 17 gektarlik oldingi cho'lloshli priyadenlik kombinat bo'lgan, CPK desa hamma hamshaharlarimiz biladi. O'shani olib Mega Tekstil nomi bilan boshlab tekstil sohasiga urg'u berdik. Tekstil. Necha yoshgacha tekstilda ishladingiz? 30 yoshgacha. 30 yoshgacha. 30 yoshgacha. To есть 10 yil tekstil. 10 yil tekstil sohasini berdik. 30 yoshdan keyin 30 yoshdan keyin faqat yo'nalish qurilishga qaratdik. Birinchi kottejlardan boshladik, kottejlarni qurdik va Qo'qon shahrida birinchi bo'lib xususiy sektordan chiqib turib ko'p qavatli domni qurganmiz. To есть siz birinchi shaharda novostroykalarni qurgan, birinchi Qo'qondagizni biz qilganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, biz kimdan intervyu olamiz, Qo'qonda birinchi bo'lib novostroyka qurgan insonlar. Xo'p, 23 yoshimda novostroyka 32 xonalik, 4 etajlik, 4 podyezdlik novostroykani qurib topshirganmiz. 23 yoshda. 23 yoshim. Voy. Qatdan shuncha pul bo'lgan 23 yoshda. Alloh bergan harakat qilsangiz, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, tadbir sendan, taqdir mendan. Faqat to'xtatmash kerak. Hech qachon osonini o'ylamash kerak. Og'irini o'ylash kerak, yengili o'zi keladi. Dahshat. Mana aka, siz 23 yoshda uy qurishni boshlagansiz-da. Demak, yoshlikdan pulingiz bor bo'lgan. Qiynalmagansizlar. Yo'q, men ham o'sha oddiy savdogar oilada bo'lganman. Savdoni ham bilsangiz, bir kun bo'ladi, bir kun bo'lmaydi, bir kun bir yaxshi natijaga erishasiz, bir kun hech nimasiz qolasiz. Bir kun 100 so'm pulsiz ham qoldim. Minusga ham o'tib ketdim. Lekin harakat qildim, yana akamdan oldim, ukamdan oldim, o'rtoqdan oldim, yana shakllantirdim, yana yurdik. To есть qarz bilan boshlagan. Qarz bilan boshlab turib, mana natijalari kelyapti-da. Faqat qarzni olyap turgan paytingizda hamisha niyatni xolis qila olish kerak, qaytarib beraman. Sabab qarzdor insonning duosi ijobat bo'ladi. Faqat niyatni xolis qilish kerak hamisha. Qarzdor insonning duosi hamisha ijobat bo'ladi. Bir kun bir zarurat bo'lganda bitta akamizdan 10 ming dollar pul so'radim. Aka, shu bitta mavzuim bor, temam bor, minusdaman, pulim yo'q. 10 ming berib tursangiz, men bir harakat qilaman-da, sizga 3 oyda qaytarib beraman dedi. Allohdan so'rab jiddiy jahd bilan harakat qildik. 10 ming pul 3 oyda ichida 30 ming bo'ldi. Bemalol hali akani 10 mingni qaytarib, yana 20 mingni o'zimiz abrotga turib yurib ketdik-da, shundimi? Sababi har kuni Allohdan so'raydimki, Robbi, men so'radim. Shu insondan qarz oldim. Shu odamning oldida yuzimni yoriq qilgin. Ertaga belabz bo'lib qolmaydi. To'xtamasdan so'rab, to'xtamasdan harakat qildim. Natijasi biz kutgandan o'laroq go'zal holatda bo'ldi.
Yaxshi, mana bu videoni qarzi bor insonlarga jo'natib qo'yinglar. Allohga tavakkal qilinglar. Qarzlardan qutular ekansizlar. Faqat sababi olyapti turgan paytingizda, so'rayap turgan paytingizda qaytarib beraman deb olishdi. Olib yeyman, ichaman emas, qaytarib beraman, qanaqadir bir reja qilaman, maqsadni oldiga qo'yib turib qilish kerak, albatta Alloh undan ziyodasini beradi. Zo'r. O'zi shunda bankrotlik uchraganmisiz yo'qmi? Bankrotlikka uchraganman, minusga o'tib ketganman. Butun mana shu tekstil fabrikam bankrot bo'lib, tugab, nolga o'tib, nariyoqqa o'tib ketdi. 30 yoshda. Bu taxriban 27-28 yoshimda. 28 yoshda minusga kirib, necha million? 28 yoshda minus 2 millionga kirib ketdi. 2 million dollar. Minus 2 million. Umijoning tezlashib ketib olsa aka? Yo'rbayman, yoshligimda yugurish bo'yicha chempion bo'lganman bir necha karra. Yugurish bo'yicha. Albatta. Necha yoshda? Shu 25 yoshlarimda O'zbekiston bo'yichami? Ha, O'zbekiston bo'yicha. Ha, shuni aytib bering, sal pasaytiring aka, shu qanaqa chempion bo'lgansiz? Shu marafon larda tinimsiz hozirgi kungacha qatnashib, muntazam har yili bo'lib o'tadigan o'zimiz Vodiyda bo'ladimi, Toshkentda bo'ladimi, Samarqandda bo'ladimi, hammasida qatnashib, sog'lom turmush tarzini faqat o'zimiz uchun emas, yoshlarni ham targ'ib qilish, jamoani ham o'sha sog'lom turmush shakllantirish uchun to'xtamasdan muntazam mana 2016-yilda Toshkentda tug'ilganman. Toshkentni shahar ichida shu 2016-yil ichida chempion bo'lganman. Yugurish bo'yicha. Keyin biroz semirib ketganman-da. Adak ozg'in bo'lganman oldin. Endi o'sha sog'lom turmush tarzini olib borib muntazam inson yoshi o'tgan sari gormonal o'zgarish bo'ladi. Gormonal o'zgarish bo'lgandan keyin постоянный odamda uyqusi, yashash tarzi, stabilnost rejimdan chiqaman deyveradi. O'shanga birinchi navbatda disiplina, tartib deyiladi. Tartib bo'lganda siz hamisha yoshingiz necha bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni ushlab tura olasiz. 20 da bo'lasizmi, 30 da bo'lasizmi, 40 da bo'lasizmi, 50 da bo'lasizmi, qarasangiz o'sha muvaffaqiyatga erishgan, hayotda o'zini o'rnini topgan, qanaqadir bir strategiyalarda amalga oshirib turgan insonlar hammasi hamisha qanaqadir sport turi bilan mashg'ul bo'ladi. Hech bo'lmaganda chiqib turib golf o'ynaydi. Hech bo'lmaganda chiqib turib avtomashina sportga qatnashadi, yo'qmasa chiqib turib ot minadi. Qanaqadir bo'lishidan qat'iy nazar yosh tabas hayotda sport bilan mashg'ul bo'lish kerak-da. Men suzishga ham borardim. Haftada 3 kun sport, 3 kun suzishga ham borardim. Sport sog'lom turmush tarzini olib boraman degan odamga hammaga tavsiya qilaman. Suzish eng zo'rlaridan biri. Keyin qarang, qo'lingizda vub ko'rdim. Shu o'tda yoziladi, necha yoshdan deb yoziladi. Necha yoshdan siz? O'z necha yoshdasiz va taningiz necha yoshda? Hozir men o'zim 42 yoshdaman. Tana hozir ochiq ko'rsataman 39 da. 39. Organizm biologik yoshim 39. 3 yil oldinda yuribsiz. 3 yil oldinda. O'rtalar 42 da, biz 39 da. Zo'r. Endi aka, sportdan keyin nima qilamiz? Sportni ko'rdik, tushundik. Sportmensiz, har kuni sport qilasiz. Diyorbek bitta 40 minutcha trenirovka qilamiz, keyin boshqa lokatsiyaga boramiz. Qani bir ko'raylik sizni? Mana ayaymen lekin, aka, men har kuni trenirovka qilaman. Necha kilo? Turursinmi bu? Turursin, to'g'irlab qo'yganman. Olib borib sekin to'xtatib, qaytarib. Mana ta'sir qilyapti. Zo'r. To'xtab, oxirigacha qaytarib, yana oxirigacha ko'tarib. Shundan baytaga ta'sir qiladi. Bismillah. Qirq 42 yoshli okamda qaraylik bisuqalarni. Qanaqa 42 39? Ha, biologik 39lar. Oxiriga tushmash kerak. Ha, tush kerak emasmi? Kelib jichi to'xtab, keyin qaytish kerak. Yo'q. To'xtab, oxirigacha taqanmaysiz. Ha, tushmash kerak. Ayt, bo'ldi. Zo'r. Zo'r. Qaytamiz. o'zi bor-ku. 3 kundan beri chiqolmadim trenirovkaga. Chiqishim kerak deb aytdim, kakrasidan chiqdim. Ketadi bu. Voy, men bu qiyin ekan.
Oson emas ekan bu. Keyin nima? Yana bitta qilaylik, bo'pshi. Qilib to'xtatamiz. Yo'q, mana shu yerga kelib, tepaga olib chiqib bo'ldi. Shunday qilib, tepaga olib chiqamiz. Tepaga olib chiqamiz. Sekin. Olib chiqamiz. Shunda xudo xolasa men ham millioner bo'lish yo'lidaman aka, timoka boshladim. Natijasini menga 5 yildan keyin aytasiz. Ha, xudo xolasa. Millioner bo'lganingizda aka bo'ldi. Qopda pulni olib keldingiz, qolgan proyektlarni davom ettirasiz. Xudo xolasa mana bu rolik qoladi. 5 yildan keyin xudo xolasa maksimum 5 yil o'n. 5 yildan keyin millioner bo'lmaymiz. Maksimum 5 yilda millioner bo'ladi. Natija 2 yilda. Ha, xudo xohlasa. Yetadi. Ana uni ham bitta qilib yuboraylikmi oyoqqa? Sabun. Yo'rdi. Xushkepsiz Qo'qonga. Sabun. Qaryapman. Yo'rdi. Qo'qonda birinchi nomer olinadi, nomerga qarab mashina olinadi. Yo'g'i. Dahshat. Endi savolim bor-da. Ikkita Range Rover, bitta Gelik, bir tuganmas L9lar bor. Shuncha mashina nima kerak sizga? Diyorbek, bular hech qaysi olinmagan. Yo'g'i? Buni hammasini yaqin do'stlarimiz sovg'a qilgan. Sovg'am bular hammasi. Hammasi sovg'a. Qandoq? Qiyomatli do'st nima olsa ikkita oladi. Hamisha bitta o'ziga, bitta yaqin do'stiga. Demak, hammasi sovg'a. Qiyomatli do'stdan. Bu videoni qiyomatli do'stlarga yuborib qo'yinglar. Sizlarga ham shunaqa nasib qilsin. Aka zo'r, dahshat. Men bu Gentra bo'ta sizniki kimmi ham? Bu Diyorbek bizga tarix 2020-yillari hayotimizda boshqa musibat kelib, shu yigit kishida sinov bo'ladi. Minusga o'tib, hamma narsani yo'qotgan pallamizda shu yaqin do'stimiz mashinani berib, moliyani berib, gazini bosing deydi. Mana alhamdulillah shu kungacha yetib keldik mana. Bu ham sovg'a. Bu ham sovg'a. Buni one of one.
10 ta Range, 10 ta Gelik, 10 ta Rolls-Royce'dan shu afzal bizga. Yo'q, dahshat. Hammaga shunaqa do'stlar nasib qilsin. Zo'r aka, dahshat. Endi aka, Sabum haqida qisqacha ma'lumot bering. Sabum o'zi nima? Sabum hozir iqtisodiy davrda qurilish bozoriga o'ta tezlik, shijoat va g'ayrat bilan kirib kelgan qurilish kompaniyasi hozir asosiy loyihalarini vodiyda boshlab, tez kunda Alloh nasib boshqa poytaxt markaziga qarab turib yurish, Toshkentga qarab yurish rejasida turibdi. Chunki ko'ryapman 01 hammani ver. Asosiy ishlarimiz ko'p Toshkentda. Bu Sabum qurilish kompaniyasining asosiy bitta strategiyasi. Biz 7 ta strategiya bo'yicha, 7 ta yo'nalish bo'yicha ish olib boramiz. Bu qurilish strategiyasi imенно shu qurilishga bog'liq va Qo'qonda hozirgi kunda top birinchi raqamli qurilish kompaniyalaridan biri. Zo'r. Endi boya aytdingizki, siz birinchi bo'lib Novostroyka Qo'qonda qurdingiz. 2007-yil Qo'qonda birinchi xususiy sektordan chiqib turib Novostroyka 23 yoshimda qurishni boshlaganman. Dahshat. Endi hozir nechta qurilish qilyapsiz? Hozir shaharda o'zida markaz loyihasini topshirdik. Farg'onada Manhattan loyihamiz topshirish marosimida. Qo'qonim loyihasi yarim 1000 ta xonadondan 500 tasi bitgan holatda hozirgi kunda eng katta urg'uni Qo'qon shahri markazida joylashgan Qo'qon City massivini qurish harakatidamiz. Endi bundan buyog'iga Diyorbek biz dom qurmaymiz. Endi bundan buyog'iga biz qulaylik shahar massivlar qurish maqsad oldimizga qo'ydik. Hozir 8 gektarlik 3600 ta xonadondan iborat eko shaharcha qurish. Xudo xohlasa. Alloh nasib. Endi savol, mana bu necha etajli zdaniya? Bu 5+6. 6 etajli. Hozir biz Qo'qonning eng markazida. Eng markazida turibmiz. Eng markazida. Bu sizniki? Bizniki. Bizniki. Endi necha pulga qurgansiz buni? 2 millionga qurganmiz. 2 million dollar. Hozir bu yerda asosiy ofis. Asosiy bu Sabum guruhda masalan 7 ta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bittasi bu qurilish. Bittasi elektroskuterdan shu Xadunokgacha. Xizmat ko'rsatish aholiga yana. Bittasi masalan katyol, santexnika mahsulotlari. Undan tashqari restoran. 4-chi. Abu Dhabi yo'nalishi bo'yicha. Undan tashqari izolyatsion plyonka. 5-chi. Производство yo'nalishi bo'yicha. Yana nima bor? Hozir endi o'zim ta'limni yaxshi ko'raman, ta'lim olishni. Endi shu pallaga yetdik. Alloh rizqimizga rizq, umrimizga umr qo'shdi. Mana shu ofisni 1-chi, 2-chi etajini o'zimiz Sabum sentralni ofis qilib olib olib, 3-chi, 4-chi, 5-chi etajini Alloh nasib IT park qilish maqsadimiz. Yoshlarga shu ilm berib, shu dunyo standartlariga mos va xos ta'lim berib, shu O'zbekistonda ravnaqiga, xalqimiz ravnaqiga xizmat qilib, bir pog'ona oldiga olib chiqish. Xudo xohlasa, unda bitta ichkari kiramiz aka. Shunda 7 ta biznesingiz bor bo'lsa, nechta ishingiz bor? Ishchilar hozirgi kunda mana shu qurilish, restoran, ishlab chiqarishlar, savdo sotiq yo'nalishi bo'yicha umumiy holatda 500 bilan 600 atrofida turibdi. Mana Qo'qon City loyihasini ishga tushirsak, Alloh nasib sotuv bilan ochiq qurilishini boshlasak, shunda bir 1,5 ming, 2 mingga chiqadi. 2 ming. Juda katta konsepsiya. O'rtacha oylik necha bo'lsa? O'rtacha oylik shu 6 million, 7 million atrofida. 6 million, 7 million. Shunaqa odatim bor-da, kalkulyator odatim bor-da mana. Ya, uni hisoblamay qo'yavering, Alloh barakasini bersin. Barakasi uchun. Hamma shunaqa deydi. Hop, bu yerda asosiy ofis. Asosiy ofisimiz. Bular bizning xodimlarimiz, shu savdo kelgan mijozlarimiz bilan shartnomalar. Ko'pchilik hozirgi kunda yoshlarimiz energetika ichyapti, gazli suvlar ichyapti. U organizmga ziyon. Hozir ta'sir qilmasa 5 yil, 5 yil emas 10 yilda ta'sir qiladi. Bu tabiiy o'zimizni O'zbekiston muhitida o'sgan haqiqiy chanqoq-bosti sharbat. Hammaga shunaqa, hammaga shu tarif surish rekomendatsiya qilamiz, maslahat beramiz. Bitta ichamiz. Bismillah. Olinchi birinchisiz. Bismillah. Bismillah. Qo'yib degan dahshat. Rohat baxsh. Mana energetik ichmasdan, napitklar ichmasdan, shunda bu tarvuz freshmi? Haqiqiy tarvuz fresh, tabiiy. Mana uyda ham tarvuz fresh qilib o'zingizlar ichsangiz bo'ladi. Yozgi kunida otalarimiz, onalarimiz farzandlarimizga hammalariga uyda grafinda turadi. Ishxonada ham mana hamisha turadi. Ichilaveradi shu. Zo'r. Hammaga maslahat qilamiz shu. Bitta urib qo'ysak. Zo'r. Endi aka qisqacha aytib bersangiz, loyihalar haqida. Mana bu eng katta loyiha shumi shunda? Bu eng katta hozirgi kunda Qo'qon shahri markazida joylashgan Qo'qonim loyihamiz. Hozir maydonga olib boraman, qurilish maydoniga. Hozir mana bosqich 12-etajga yetib keldi.
tom yopish qismidamiz. Umumiy konsepsiya 1000 ta xonadondan iborat. Bu yil oxirigacha Alloh nasib 500 tasini o'z egalariga topshiramiz. Xudo xohlasa. Bunisi keyingi yil oxirigacha topshirish arafasida turibmiz. Bu shahar markazida hali hech qanaqangi bunaqangi konsepsiya bo'lmagan -1 parkovkalarga ega, ikkita bilan liftda eng luxury segmentdagi premium sifatda qurilyapti turgan Tayepon savdo markazi. Shunda umumiy loyihani qiymati necha pul? Hamma loyihani olsangiz? Odamlarga qiziqdi. Buni o'zimga umumiy olganda. Umumiy olsak. Hozir hamma masshtab doirasini hisoblaganimizda hozir 200 million plus minus 200 million dollar. Bu faqat qurilish. Bosh sohalar aralashmagan o'zi. Dahshat. Unda sekin-sekin ko'rsatasizmi? Inshaalloh ko'rsatamiz. Bo'ldi. Bu yerda biz tushundik qurilish. U yerda men ko'ryapman, bu nima narsa? Bu Diyorbek, biz aholiga xonadon sotyapmiz, xonadon sotyap turgan pallamizda aholi bizdan nima olyapti turganligini bilishsin deb turib, bu o'sha 350 marta beton, mana 28 diametrdagi metal, bu o'sha ishlatyap turgan avtoklab gazoblogimiz, bu bazaltimiz, bu kafelimiz. Biz aholi kelib bizga shartnomalarni qilib to'lov qilyap turganda xonadoni qaysi darajada nima mahsulotdan qurilyap turganligigacha ko'rsatib beramiz. Bu romlari. Mana 3 xil rom qo'yib qo'yganmiz. Qaysi birini tanlasa o'sha romdan variantini berib tanlash imkoniyatini beramiz. Dahshat, zo'r. Maqsadimiz faqatgina uy sotish emas. Maqsadimiz xalqqa xizmat qilish. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, yelkadosh bo'lish. Qaysidir bir pallasini bizdan tortish. Bir manfaatli ishlarga bosh bo'lish. Tushundim, zo'r. Shunda bu 6 etajli bino deyapsiz, to'g'rimi? Ofisingiz? Ofisimiz. Birinchi etajda sotuv bo'limi. Sotuv bo'limi. Ikkinchi etajda? Ikkinchi etajga hozir chiqamiz. Ikkinchi etajga hozir hamma loyihalarni chekka birlashtirib turganligimiz uchun baxt sentral ofis bo'lyapti. Tepada buxgalteriya, yurist xonasi, dizaynerlar, marketologlar, sotuv bo'limlari hammasi ikkinchi etajda bo'lyapti shunda. Uchinchi etajda? Uchinchi etajda o'zimizning shaxsiy ofisimiz. Ofis ham shu yerda. Qabul chatda. Aha, 4-chi etaj? 4-5 IT park. IT park qo'yasiz. Harakatdamiz. 6-chi etaj tommi? 6-chi etaj terrasa. Ha. Hatto o'zimiz yozgi terrasa hamda qishki terrasa sizga o'xshagan mehmonlarimiz kelsa olib chiqib. Unda birga chiqamizmi? Qani yuramiz. Bu siz ofisingiz. Ofisimiz. Hamma ijodlar, hamma katta ishlar shu yerda qilinadi. Shu qurilishga doir bo'lgan Sabum Groupda nima taalluqli bo'ladigan bo'lsa, mana shu rejalar, maslahatlar hammasi mana shu yerda. Qisqacha bir qilib bering. O'zi mana birinchi ko'p har doim odamlarga savol beraman. Birinchi ofis qanaqa bo'lgan? Mana hozir bu yerda uni luxury ofis deb birinchi ofisingiz qanaqa? Birinchi ofisimiz shu shahar bu ham rasa biz mana shu yerdan 100 metr masofada bo'lgan. Oldin ofislar ko'p qavatli uylarning ichida bo'lardi. Ko'p qavatli 2 xonadonlik ikkita xonasi bor ofisimiz bo'lgan. O'sha ikkita xonadonni olib remont qilib o'sha yerda ofis qilganmiz. U qurilish ofisi bo'lgan? Yo'q, qurilish ofisi bo'lmagan. Boshqa ishlarimizga mana tekstil sohasida ko'p yillar, savdo sohasida juda ko'p yo'nalishlarda ishlaganligimiz uchun o'sha kichkinagina bir narsa bo'lsa bir 60 kvadratlik ofisimiz bo'lgan. 60 kvadrat ichida hamma qulayliklari bo'lgan. Endi bu hozir bitta etajning o'zi 600 kvadrat. Umumiy hozir 3600 kvadrat ofisimiz ishlayapti. Tushundim. Keyin men siz shunaqa mashhur gapingiz bor. Har kuni yozib yuraman rejalarimni degan narsa bor. Hammaga rekomendatsiya qilaman mana shu yo'lni atrofida. Bormi aka? Bitta ko'rsak. Safe'da turadimi daftar? Safe'da turadi. Mana shu daftarga har kuni yozib qilinadigan ishlarning rejasini qaysi payt nima qilamiz? Mana shu reja qilamiz. 2809, 2909, 3009 voy har kuni yozasiz. Har kuni yozamiz. Nimaga? Tadbirkorda birinchi biznes bo'ladigan bo'lsa, uni hamisha yozib yurgan afzal bo'ladi. Bo'lmasa xayoldan ko'tarilib esdan chiqib qoladi. Tushundim. Shunda demaysiz, Sabumni ishlarini yozasiz, Abu Dabini ishlarini yozasiz. Hammasini yozib, kundalik qilingan ishlar va ertaga qiladigan ishlarni hammasini rejasini olamiz. Buni bitta yaxshi do'stimiz tavsiya qilgan. Biz hamisha shu do'stlardan faqat yaxshilik olganmiz. Nima yaxshi narsa bo'lsa olamizda hayotga tatbiq qilamiz. Hammada shunaqa do'stlar bo'lsin. Faqat do'stlardan yaxshilik olamiz. Faqat yaxshilik olamiz. Masalan, yozmagan kunlaringiz bo'lganmi? Yo'q, deyarli yo'q. Albatta yozaman.
Xoh bu yerda bo'ling, xoh safarda bo'ling, qayerda bo'lsam ham har kuni yozaman. Yana shunga o'xshagan daftarlaringiz bormi? Uyda yana bitta qo'shimcha daftarim bor. U daftarga kechib hammaga tavsiya qilaman. Hammani uyga kirgandan keyin, yotgandan keyin xayoliga g'oya keladi, ish keladi, kunduzi qilgan ishlarni tahlili keladi, analiz qiladida. Ijod ham. Ijod qiladi o'sha paytda. O'sha paytda yon daftarcham bor, yon daftarchamga har kuni kelgan yangi g'oyalarni yozib ketaveraman. 10 tadan bittasi uspeshniy bo'lib, 10 tadan bittasini hayotga tatbiq qilaman keyin. Masalan, bir kun uyda yotibman, kechqurun xayol bilan, fikr bilan tafakkur qilib yotib, qarasam hamma joyda qurilish bo'lyapti. Yigit kishiga 40 hunar oz dedimda, yozib algoritmni o'rganib, hozirgi kunda nimadan talab kelib chiqyapti deb shu bilan keyin qurilish strategiyasini ham shakllantirib, mana yurg'izdirib turibmiz. Oddiy yozishda. Oddiy yozishda. Hozir necha minut o'tdi? Hamisha baxt oddiylikda bo'ladi. Hamisha hamma narsa oddiylikdan chiqib keladi. Uni qiyinlashtirib, unga masala qo'yib, nima bo'ladi, nima ketadi bas. Uni samigilamni g'oya keldi, yozish kerak, keyin hayotga tatbiq qilish kerak. Hozir necha minutda quryapsiz? Hozirgi kunda boshlab o'zi bitkazib turganimiz 1000 ta. Va reja necha minutda qilyapsiz? Hozirgi 2026-yilda boshlamoqchi bo'lganimiz 3600 ta. 3600, xudo xohlasa. Maqsadimiz har yili Alloh nasib 5000 ta xonadon bitirib topshirish. Tez kundan shu natijalarga, shu rejalarga chiqib olamiz. Xudo xohlasa, zo'r. Mana bu tavsiyani sizlar ham ishlatinglar, xudo xohlasa sizlar ham katta masshtabda nimadir g'oya kelib qolsa bo'ladi. Albatta, maslahatda hamisha baraka bo'lgan. Shunaqa. Endi nima ko'rsatsak bizga? Sizlar shatda turib turinglar. Men shunday chiqib, garderobda shunday kiyimni almashtirib ketaman, keyin davom etib ketaveraman. Ofisda boshqa kiyimda yurasizmi? Ajoyib bo'ldi. To'xtang aka, uzr. Kitob ham o'qiysizmi? Albatta. Qani eng katta fishkam-ku bu. Kitoblarmi? Hammasi bizda o'qilinadi, shu hammaga tavsiya qilamiz. Mana kitob o'qib qanaqa? Mana ko'pchilik aytadiki, kitob kerak deydi. Ko'pchilik aytadiki, yo'q, hayot o'zi o'rgatib qo'yadi deydi. Kitob eng sadoqatli do'stlardan biri. Faqat sizga beradi, o'rniga hech nima so'ramaydi. Yopib qo'ysangiz xafa bo'lmaydi. Kitob o'qisangiz hamisha bilingki, siz tafakkuringiz oshadi. Nutqingiz ravon bo'ladi, dunyoqarashingiz o'zgaradi. Iymoningiz mustahkamlanadi. Hammaga tavsiya qiladigan 3 ta kitob. O'zim o'qiganman va hayotga hozirgi kunda tatbiq qilib ketyapman, faqat manfaat ko'ryapman. Birinchisi savdogarlar ustoz. Hozirgi kunda hayotimizda juda ko'pchilik savdo bilan bog'liq, bilib bilmay xato qiladi, kamchilik qiladi, nuqson bo'ladi, adashib qoladi, qarzga kirib qoladi, bilmay riboga aralashib qoladi. Ana shunda o'zini eng go'zal nasihatlari, eng go'zal yo'nalishlari. Alexander Dumas Graf Monte Cristo asari bo'lib, unda inson har qanday holatda yashash uchun kurashishligi, har qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar u albatta muvaffaqiyatga erishishligi, faqat tayanch, ishonch, e'tiqod bilan harakat qilishligini namuna qilib keltirib o'tgan. Uchinchisi o'zimizning eng go'zal adiblardan biri Tohir Malikning Odamiylik mulki asari bo'ladi. Bu akamizga, ukamizga, onamizga, otalarimizga hammaga tavsiya qilaman. Bu kitob shunaqangi bazani kuchaytiradi, shunaqa ongni rivojlantiradi, o'zini kimligini, nima maqsad qilyapti turganligini va hayotda qanaqa yo'l tutishligini hammaga savol. Siz o'qisangiz xuddi o'sha kitob sizga yozilgandek, men o'qisam xuddi menga yozilgandek bo'ladi. O'sha kitobda inson o'zini kimligini ko'radi. Bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, ular ham o'qishsin. Shunda bo'ldi, bitta kiyim chiqasizmi unda? Bismillah. Umidjon aka, endi qayerga keldik biz?
Abu Dhabi. Bu bizni o'sha o'zimizni mehmon kuzatadigan va shaharga xizmat qiladigan va ko'pchilikni ko'nglini oladigan o'sha Abu Dhabi restoranimiz. Nimaga aynan Abu Dhabi? Abu Dhabini yaxshi ko'ramiz. Abu Dhabi bilan bog'langan bir ikkita tijorat ishlarimiz bor. Ha, shuning uchun esdalik bo'lishi, Esdalik bo'lishi. har doim eslatib baraka turishi. topganmiz shu davlatlar bilan ishlab. Zo'r. Endi mana qiziq savol, odamlarga pul qiziq bilasiz. Abu Dhabiga necha pul sarflagansiz? Abu Dhabi jamlaqa qimmat bas shu 1 millionlik. Qimmat emas, 1 million dollar. Zo'r. O'zini mana restoran biznesi necha yilda o'zini oqlaydi? Restoranli biznes yaxshi harakatlansa, selinib, pravilniy harakat qilinsa o'zini oqlaydi. Lekin buni maqsad bitta faqat moddiy ta'minotga qaratilmagan. O'zimiz ko'proq aka-uka qadriyatga ega bo'lganligimiz uchun ko'proq ota-onani, aka-ukani, yaqinlarni mehmon qilib, ko'nglini olib, To есть maqsad pul emas bu yerda. maqsad pul bas. Bu hozir qayerda joylashgan, bu ham markazmi? Bu shahar ichida joylashgan. Ha, zo'r. Nechta odam sig'diradi birdaniga? Birdaniga nechta pasatgan? 600 ta odam. 600 taga bu to'y qilishadimi? Birdaniga 600 ta. Endi bu hozir kirilganda masalan zavtrak obed ujinga to'g'ri ishlayveradi. Tepada xonalari bu. Arkada yana xonalari bu. Arkadagi besetkalar katta kompleksda. Tepada xullas VIP. Tepada do'stlar bilan, ota-onalar bilan oilaviy kelib o'tiradi. Ha, oilaviy. Bu yerga kelib tayyor bo'lgan taomlarni tez-tez yeb ketsa bo'ladi. Tepada buyurtma taomlar. To'y bu yerda yo'q. Yo'q, to'y yo'q. 600 ta odam. 600 ta odam. Zo'r. Zo'r aka. Endi obedlanamiz ham. Obedlanamiz endi. Mehmon qilish tanammulni ko'rsataman. Hozir ko'ramiz, Qo'qonda qanaqa mehmonlarni kutib oladi. Bizga bitta like bosinglar, obuna bo'linglar. Xudo xohlasa, zo'r ma'lumotlarni berib o'tamiz sizlarga. Bu yerda hamma joy Abu Dhabi rasmlari, Dubay rasmlari. Bu orqa tomon. Bu besetka joymi shunda? Bu besetka joy, orqasida yana xonalarimiz bor. Umumiy kelib do'stlar, ota-onalar, yaqinlar davrasida o'tirib xizmat qilinamiz. Zo'r. Bitta savolim bor-da. Qo'qonda eng mashhur ovqat o'zi nima? Diyorbek, o'zi bizning yurtimizda hamma oshni yaxshi ko'radi. O'z xabaringiz bor. Samarqandga borsak, Samarqand oshini yeb juda mazza qilamiz. Shunaqa. Toshkentga boramiz, Toshkentda o'zini oshini, to'y oshini yeb juda mazza qilamiz. Qo'qonda ham meni o'zimni aytadigan gapim, Qo'qonga kelgan odam Qo'qonda oshini yemasdan ketmash kerak. Bo'lmasa Qo'qonga kelganini hisoblanmaydi. Sabab Qo'qonda o'zini cho'ng'ara gurunchiga qilinadigan o'zini jaydar oshi bor. O'shani hozir billalikda ko'ramiz. Yeymiz ham shunda tayyormi o'sha? Tayyor qilib qo'ydik. Ha. Zo'r. Kiramiz xonaga, hozir sraz berishadi. Men Qo'qonda o'zi birinchi marta kelyapman. Hozir o'zim men sizlarga degustator bo'lib berib, sizlarga aytaman. Shirinmi, shirin emasmi? Xudo xolasa o'ylaymanki, shirin bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Fontanlar ham dahshat qilib qo'ygansizlar. Tabiat, manzara, kechib besetkalar qo'yib bemalol oila aka-ukalar bilan o'tirsa bo'ladi. Kechqurun boshqacha manzara bo'ladi. Shu. Unda osh ustida gaplashamiz. Osh ustida gaplashamiz. Diyorga qani mana ovqatimiz ham keldi. Ovqatimiz tayyor. Endi qisqacha aytib bersiz, nimadan o'zi qanaqa tayyorlaysizlar? Qo'qon oshi azal-azaldan o'zining tarixiga ega. Bu bir necha xil yog'dan tashkil topgan. Tarkibida qo'y yog'i bor, ichida sari yog' bor, ichida zaytun yog'i bor, ichida keyin salatning yog' bo'lib, 4 xil yog'ni o'sha omoqda qilib turib qilinadi. Bu gurunchimiz oq bo'lishi sababi bu cho'ng'ara gurunch deyiladi. O'shanga aytdimki, hamma joyda o'zini oshi bo'lgandek, Qo'qonda mana oshini yemasdan hech yoqqa ketish bo'lmaydi. O'shanga bitta yeb ko'rib, bitta bahoni berasiz. Men bu nima? Men bu Bu o'zini o'sha osh bilan yeyiladigan o'zini sho'rvasi bo'ladi. Bu vodiy ahli, shu jumladan Qo'qon ahli ham azaldan achchiqni yaxshi ko'radi. O'shanga buni achchiq sho'rva deyiladi. Oshdan 3 qoshiq olinadi-da, bundan bir xo'plam totiladi. Birinchi osh, keyin orqasidan bundan totiladi. Shunda odamni ishtahasi ochiladi. Shunda maza qilib taomni yeb, ta'mini sezib, mana og'izdagi retseptorlar to'laqonli anglab yetadi. Unda boshlaymizmi? Mana bismillah, baravariga boshlaymiz. Baravariga olaylik. Bismillah. O'shonikida. Endi ta'mi kelib turadi-da, shunda og'ziga yetganingizda hamma fokuslarni o'zi retseptorlar oladi. Haqiqiy ta'm. 3 ta bundan, bitta bundan, ha? 3 ta bundan, bitta bundan.
Birinchi marta yeb ko'rishim shu qo'qon oshi. Lekin ko'pchilik maqtaganini bilaman. Lekin dahshat ekan. O'zi menga ko'p voyda bo'lganman-ku. Samarqand oshi yoqardi. Endi men bu konkurensiya qilyapman Samarqandda. Uchinchisi bu achchiq-u. Achchiq oshda bu. Achchiq sho'rvasi. Bu appetitni yana ochadi. Yana razgon beradi. Bu achchiq ekan, ko'zlarim ochilib ketdi. Lekin dahshat ekan. Buni g'azini hali hech kimda ichmadim ham, bilmadim dahshat. Endi oshdan olaveramiz. aka, o'zi har doim tadbirkorlarga savol yozishadi-da. Biz ham yig'ib yuramiz savollarni. Ko'pchiligi qiziq. O'zi mana muvaffaqiyatli insonlar muvaffaqiyatga erishguncha bankrot bo'ladimi hech? Или сразу bir успешный bo'lib ketadimi? Hayotda Diyorbek yutquziqsiz yutuq bo'lmaydi. Albatta yutquziq ta'mini sezgan odam boshqacha harakatlanadi. Boshqacha shijoat, boshqacha energiya, boshqacha g'ayrat bilan. To yutqizganda uni qo'l uchirish kerak emas. Yo'q, hech qachon qo'l uchirish kerak emas. Faqat oldinga qarab intilib turib yurish kerak. Siz ham bankrot bo'lganmisiz? Bankrot bo'lib minusga o'tib ketganman. Necha yoshda? 27-28 yoshimda minus 2 million dollar. 2 million dollar? O'zi hamma qilgan o'sha imperiyamiz, oilaviy o'sha byudjetimiz, o'sha qilgan hamma narsalarimiz bir lahzada shu minusga o'tib ketganmiz. Kimgadir biz ham ishonch bildirib, birov bilan hamkorlikda o'sha chet el Armaniston bilan birga eksport mahsulotini chiqarib, pulini ola olmaganmiz, bir kechada yo'qib qo'ygan. Shuncha qilgan mehnat edi. O'zimizni pul, atrofdagi tanish bilishdi puli, umuman ishxonaning byudjetiga minus zarar yetib, ishxona batamom to'xtagan. Mana bankrot bo'ldingiz, nimalar qildingiz chiqish uchun bankrot? 2 million odam o'zini osib so'radi-yu. Osib so'radi. Men hamisha menga nima ishonch bergan? Otam hamisha o'g'lim Alloh bergan, hamisha beradi. G'ayratingni so'ndirma. Biz senga ishonamiz. Faqat olg'a yurgin o'g'limni duo qilishgan. Biz shundan keyin yana olg'a bosib. Men qarz 2 million qarzmi yoki bank? Qarz. Qanday qutulgansiz? Nima qilgansiz? Nima qilgansiz qarzdan? Hamma qarzlarni yozib, birinchi qarzdorlik kimdan, qarz bo'lganligimi, kimdan qanaqa minus zarardaligimi hammasiga borib tushuntirganman. Mana aka, uka, qarindosh, urug' hammasiga tushuntirib, mana shunaqa bo'ldi. Endi bu qarz, bu va'da, reja. Bo'ldi, buni endi biz yechamiz, faqat vaqt berasizlar. Necha yil so'ragansiz? Fursatdan kelib chiqib turib 2 yil 3 yilda yopganman. 2-3 yilda minus 2 million minus 2 milliondan chiqib ketilgan. Qaysi sohaga kirgan shunda? Tekstil sohasida bo'lgan bu soha. Tekstil sohasini yopganmiz shu bilan. Qaysi sohadan pul yopgansiz? Tekstil sohasini yopib turib, mana shu izolyatsion plyonka bor, neft gaz provodlarini ustiga o'raydigan, ana shundan keyin yopganmiz. Boshqa ishlab chiqarish qilib, keyin mana shu bilan yana chirmashib, yana harakat qilib, taxriban 16-17 yildan beri o'sha sohada ham faoliyat yuritib kelyapmiz. Bu ham bir dars. Bu ham bir dars. Foydalimi yoki zararimi? Foydasi bor. Albatta, foydasi borligi, agar foydasi bo'lmaganda men hali ham o'sha bitta yo'nalishda ketyap turgan bo'lardim. O'sha tekstil yo'nalishda. Alloh u bittasini oldida o'rniga 5 ta undan zo'rini berdi. Undan keyin mana ochilgan qirralarimiz qurilish, ochilgan qirralarimiz mana AZX, ochilgan qirralarimiz restoran, ochilgan qirralarimiz mana santexnika mahsulotlari. Ana shundan keyin berdi. Uni oldi. Bitta juda go'zalini, juda og'riqli qilib oldi. Shundan keyin yana o'rniga 5 ta go'zalini berdi. Zo'r jamoa berdi, zo'r muhit berdi, zo'r sharoit qilib berdi. Agar o'sha qiyinchilik, o'sha zahmat, o'sha yo'qotish bo'lmaganda biz stabil o'sha bir xil tempda ketyap turgan bo'lardik. O'shanga olsa ham alhamdulillah, bersa ham alhamdulillah deyish kerak. Ikkalasida ham musulmon odamga manfaat bo'ladi. Dahshat. Zo'r. Bankrotni tushundim. O'zi mana bankrotga tushganingizda tez boyib ketishni o'yladingizmi yoki? Yo'q, tez boyib ketish sirlari hech qachon bo'lmagan. Tez boyib ketish sirlari yo'q. U faqat ongli ravishda inson o'zining fantaziyasi xolos. Boyish faqat mehnat. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar, chiroylikni bekorga aytilmaganda. O'shanga hamisha mehnat qilasiz, mehnatingiz orqali keyin rohat keladi.
Masalan, hozir o'quv yo'q, tajribasi yo'q, bilmagan odamga 1 million dollar pul tushib qoldi. Boylik ham manfaatli boylik bor. Manfaatsiz boylik bor. Uni foydaga ham ishlatsa bo'ladi, ziyonga ham ishlatsa bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo insonda o'zi tarbiyalab boradi. Siz bugun 1 millionga loyiq bo'lsangiz, sizga 1 million beradi bugun. Lekin siz 500 dollarga loyiq bo'lsangiz, 500 dollar beradi. Insonni Alloh yaratgan insonni bandadan ko'ra u yaxshi biladi. O'shanga hozir 1 million dollar tushib qolsa, u birinchi qiladigan ishi mashina oladi, birinchi qiladigan ishi uy oladi, birinchi qiladigan ishi kiyim oladi. Ana u pulni ishlatganini nima qilishlikka aqliy daraja yetmaydi-da, kimgadir berib qo'yadi. Berib qo'ygandan keyin u tijoratning ichida u sohani kasbiy sizni jihatingizdan u sohani tushunmaysiz, aytda arib bir yana adashasiz. Nazariy boshqa, amaliy boshqa. 1000 ta kitob o'qiganingiz boshqa, lekin bittasini tatbiq qilib hayotga yurg'izdirganingiz boshqa. Bittasi foydaliroq. Bittasi foydali bo'ladi. 1000 ta kitobdan bitta desviya qilganingiz foydali bo'ladi. Kitobdan olish kerak, jamlash kerak. Shunday aytyapsizki, yoshlar birinchi o'rinda pul emas, mehnat o'ylash kerak. Mehnat bilan, hayotiy tajriba bilan topilgan boylik ham, topilgan ishonch ham hammasi lazzatli bo'ladi. Tushundim. Oling aka. Birgalikda. O'zi men Diyorbek shuni aytib o'tmoqchi edim. Siz keldingiz bugun, bizga yangilik bo'ldi. Siz bilan nonushta qildik mana. Mana obed qilyapmiz. Hozir kechki ovqatni birlaymiz. O'zi meni kun tartibim bo'yicha bir kunda bir mahal ovqatlanaman xolos. Yo'q. Qolgan payt taomlamlayman. Nimaga? O'sha 95 kilo bo'lib yurgan paytlarimda sport bilan parhez qilib turib, ozib olishim juda qiyin bo'lgan. Juda qattiq mehnat, juda qattiq qat'iyat va juda og'irlik kelganligi uchun 75 kiloga tushib olganimdan keyin diapazonda ushib ketaman. Har kuni 1000-1500 kaloriya taomlanaman, 1000-1500 kaloriya sportda rasxod qilaman. O'shanda nuqul bitta mutadil vес ushab turaman. Necha yildan beri bir mahalingiz? 6 yildan beri. 6 yildan beri bir xil. Hayotda ma'no qolmaydi-yu. Nimaga hayotda ma'no faqat taom bilan bo'lmaydi. Hayotda ma'no energiyani o'sha ishlayib turgan ishingiz o'ziga yoqsa, o'sha yerdan energiya olasiz. Odamlar ishlab charchayman deydi. Yaxshi ish bo'lsa, o'zi kasbiy jihatdan yaxshi ko'radigan bo'lsa, u ishdan zavq olish kerak inson. O'zini kasbini yaxshi ko'rish kerak. O'shanda keyin o'shanda reja ham bo'ladi, o'shanda oldinga qo'yilgan maqsad ham bo'ladi, o'shanda rivojlanish ham bo'ladi. Har tomonlama. Birinchi marta unaqa insonni ko'rishim. Hammasi o'sha reja asosida deydi. Xo'p, reja asosida. Mana keyin ko'pchilik har doim bizda kommentariyada yozishadiki, boylar farzandlarni qanaqa tarbiya qilishadi? Masalan, biz farzandlarimiz soat ertalab 8 da maktabga borsa, soat 4 da kelishadi, 1 soat dars. Kelishgandan keyin 1 soat dars qilishadi, 1 soat darsdan keyin albatta 2 soatgina bala baribir farzand o'yin qaroqligi bo'ladi, o'zini g'ayrati, shijoati bo'ladi. O'shanga do'stlari bilan 2 soatgina o'zini o'yingohga chiqib o'yinadi. Undan keyin soat 7 da qaytib kelgandan keyin 1 soat har kuni farzandlarimga telefonni to'laqonli ishlatishga ruxsat beraman. Sabab zamondan ortda qolib ketmasin, zamon bilan hamnafas bo'lsin. Buni keragidan ortig'i ziyon. Buni ham foydali elementlari juda ko'p. 1 soat telefon. 1 soat telefon o'ynaysiz, shu bilan 8 bo'ladi. 8 da kechki ovqat buziladi biz xonadonda. Shu bilan kechki ovqat yarim soat davom etsa, shu bilan keyin yig'ishtirilib, soat 9:00 da 100% keyin uyqu. Ertalab necha turishadi? Ertalab shu soat 6:30-7 da turishadi. Har kun shu narsa. Har kuni shu narsa. Undan tashqari masalan, yakshanba kuni bo'ladigan bo'lsa, ordu kunlari bo'lsa, parkka chiqadi. Qaysidir bir qarindoshlarimizniki mehmonga borishadi. Qolgan paytlar o'sha asosan o'zim sportni yaxshi ko'rganligim uchun farzandlarimni sportga berganman. Zudoga boradi, suzishga boradi, o'ziga yoqadigan to'garaklarga boradi. Qattiq qo'lli emasmi? Yo'q, bu qattiq qo'lli emas, bu tartib va intizom bu. Balani o'sha paytidan tartib va intizomli qilib ketsangiz, kelajakda o'zi yoshi balog'at yoshiga yetganda nima qilay, nima qo'yib, sirraz ishga qarab kirib ketadi. Sirraz reja asosida hayot ketadi. Hayotga jiddiy qarash kerak. Hayotga strategiya qilish kerak. Hayotga befarq bo'lmash kerak. Sabab eng qimmat narsa vaqt, eng qimmat narsa umr. Bugungi kunimiz o'tdi, bo'ldi, uni qaytara olmaymiz. Pul bilan ham tanish bilish bilan. O'shanga har bir o'tgan kundan biz ham, farzandlarimiz ham, yaqinlarimiz ham manfaatli foydalanish kerak. Dahshat, zo'r gapirdingiz. Unda aka, biz Abu Dabini obzor qildik, ko'rsatdingiz. Bizani millionerlarimiz ma'lumot olishdi, endi qayerga boramiz? Bu yerdan chiqib Diyorbek, qurilish loyihalarimizni afqut qilamiz. Qurilish loyihalarimizni siz bilan tanishtirib ko'rsatib o'taman. Ketdi aka unda. Mana buni yeb olib chiqamiz.
Ketdik. Oling. Qo'ying. Bu hozir bizi Toshkent misolida skverda biza yoki Samarqand misolida Registonda biza. Xuddi shunday. Shaharda eng Qo'qon shahrining eng markazi, orqamizda Xudoyxon o'rdasi va shahardagi eng katta park Ha. joylashgan. Mana bu sizni Sabum loyihangiz. Sabu guruhda o'sha eng sifatli, eng tez bitgan loyihalari. Mana shu loyihamizni 9 oyda bitirib topshirdik. Shu odamlar yashayapti, ha, Odamlar уже remontdan qilib kirib yashashyapti. Pastiga Han Kakan degan restoran. Siznikimi ham? Yaqin ukamiz. Ha. Zo'r. Bu yerda shunda nechta odamga mo'ljallangan edi? Biz umumiy holatda 22 ta 20 ta. xonadonga moslashdik. Zo'r. Keyin necha yil muddat bo'lgan? Necha yil 9 oy topshirdingiz? O'zi Diyorbek qurilish muddati o'rtacha 2 yil beriladi. Alloh fazlidan shu jamoa bilan harakat qildik. 9 oyda egalariga topshirdik. Mana shu yil fevralida topshirilgan. Yana yaqin atrofda bormi loyihalar? Hozir keyingi Qo'qonim loyihasiga boramiz. Battan 2 kilometr nariroqda U joylashgan. endi qurilyaptimi qanaqa? U уже bir qismi bitib topshirish ketyapti. Bu yil oxiriga uni topshiramiz. 500 ta xonadon topshiramiz. Unda ketdi-o'tga borib kelamiz. Hoppa. Mana Umidjonaga qarayman 01 hamma joyda 01. Nimaga Qo'qonda hamma 01 da yuradi? Toshkent nomerida? Diyorbek, Qo'qon bilan Toshkent asosan masofasi yaqin. Va Toshkent hamda Qo'qon azaldan shu savdo bilan rivojlangan, savdo yo'nalishini asosiy kasb qilib olganligi uchun aksariyat qo'qonlik aka-uka qadrdonlarimiz ko'p Toshkentda savdo qilishadi. Ijtimoiy sohalari Toshkentda, kasblari Toshkentda. O'sha markazga qarab yurib intilib o'sha yerda shakllanishgan sababli ko'proq 01 olib olishadi. Yo'lga qulay. Ham Qo'qonda yurganda ham Toshkentda yurganda ham hech qanaqangi bir odamga noqulay tug'dirmaydi. То есть ko'pi Toshkentda o'zi yashaydi. Qo'qonga hozir просто kelib turadi. Kelib turadi, xuddi shunday. Asosiy ish Toshkentda. Keyin mana ahamiyat berdim. Oddiy Sparklar, Gentralar, Cobaltlarda AA nomerlar, PPP nomerlar savolim nimadan iboratki, qimmat mashinalar yo'q-da, lekin bilamanki shu mana bu yerda ham VVV 777 hamma shunaqa nomerlar. Men bilamanki uni menga aytishardi, Qo'qonliklar "Ja, bolingni ko'rsatmaydi" deb aytishardi. Men siz ham aka Range Rover 5 oydan beri iltimos olib ko'rsating, siz yo'q ko'z qilmayman deb iltimos olib mana ko'rsatdingiz. O'zi hamma Qo'qonliklar shunaqami? Diyorbek bu hammamiz o'sha avlod ajdodimizga taqaladi. Bu bizni bobolarimiz, bizni otalarimizdan shunday o'sganki, ko'zlik siz bilan bizga xos emas. Bu ulov, bu marka faqat ehtiyojni chiqarish uchun. Shu undan tinchgina o'sha shaharda hozirgi kunda eng yaxshi mashinalardan biri shu Gentrami yo Malibumi, shahar o'zi kichkina. Xotirjam borib kelib, ishini qilib yurgan odam bizdaqangi odamdan juda ko'p. Bu katta mashinalar, bu qanaqadir bir встречаlarga yo bo'lmasa bir Toshkentga o'sha borgani, oilaviy, ota-onani solib, farzandlar bilan yurgani bular durust bo'ladi. O'shanga ko'proq katta mashinalarni faqat shu Toshkentga, yo'lga, safarga chiqqanda olib chiqib minishadi. Shaharda ichida o'sha oddiy kim bo'lishidan, qanaqa ish qilishidan qat'iy nazar, kasbiy jihatdan qat'iy nazar o'sha oddiygina o'zimizda chiqqan mashinalar bilan yurilaveradi. O'zi ham Gentrada ko'p yurasiz. O'zimiz ham Gentrada ko'p yuramiz. Lekin shuncha mashinalar bor. Aytdim-ku, mashinalarga qiziqish bor, lekin vaqt yo'q menga. Ish ko'pligidan vaqt yo'q. Qilaydigan ishimiz shu sport zal, ofis, qurilish maydonlari. Buni olib kelib qo'yganingizdan keyin buni minish kerak, mingani siz bilan bitta vaqt yo'q. Tushundim. Men bu loyiha boya aytuvdingiz sizniki. Men bu loyiha sizniki, a? Bu hozirgi kunda muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan shaharlarga yangi qiyofa keltirish maqsadida renovatsiya dasturi asosida bu
loyihani hozir amalga oshirish konsepsiyasida turibmiz. Bu yer Amir Temur ko'chasi eng shaharning markazida birinchi liniya ko'cha hisoblanadi. Bu yerga o'zi hozirgi kunda 110 ta aholi soni yashayapti. Alloh nasib, buni o'rniga biz 12 qavatlik, mana 2 qavatlik eskirib ketgan, mana eskirgan, yaroqli muddat o'tib ketgan bu xonadonlarda o'shanga bularni olib, o'rniga ularni ijaraga chiqarib, hamma shart-sharoitlarni aholi bilan kelishilgan holatda ularni olib chiqib, qisqa muddat ichida 12 qavatlik, ya'niki 1000 xonadonlikda konsepsiyasida ishlayapmiz. Shu tashabbus berilgan, shuni ham bizga ishonib berilgan, shuni ham harakat etamiz. Xudo xohlasa shunda necha yilda bitadi bu? Rasa plus minus 2 yil. 2 yilda Inshaalloh, inshaalloh. Xudo xohlasa. Rejalarimiz. Mana hozir Qo'qonim loyihasiga boramiz. Ko'rsatib o'taman. 9 oyda 12-qavatga yetib keldik. Alloh nasib yilda oxirigacha shu 500 tasini egalariga topshiramiz. Shunaqa ma'lumotlar uchun bitta like bosinglar va obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir sizlarga loyihani ko'rsatamiz. Umjon aka, nechinchi etaj bu? Ko'rinmayapti deb. Bu 12-etaj tomini yopyapmiz. Necha oyda? 9 oyda. 9 oyda men ko'p qurishlarni bilaman, ishlaganman, ko'chada ko'raman. 9 oyda 12 etaj qurish juda qiyin deb o'ylayman. Endi avvalambor Alloh shu jamoa bilan, komanda bilan, g'ayrat bilan, shijoat bilan belda qattiq bela yo'lga chiqqanmiz. Harakatdamiz shu maqsad aholiga tezda uyini sifatli yetkazib berish. Har doim qurishchilikka savol beraman-da. Ba'zi birlar yo'q deyishadi, ba'zi birlar ha deyishadi. O'zingiz shu uyda yashardingizmi? O'zim tepasidan olganman. 150 kvadratlik shatta ota-onam farzandlarim bilan yashayman. Eng tepasini olganman o'zim. Demak sifatli quryapsiz. Sifat darajasiga keladigan bo'lsak, bir oy nariyog'ida biz kuzatib turgan hamma yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz bilishadi. Butun respublika bo'yicha hamma quruvchilarni chaqirib xuddi shu konsepsiyaga olib kelib, qurilishda standartlarini, me'yorlarini ko'rsatgan pallamizda hammalari tasanno bunaqangi qisqa muddatda bunaqangi sifatli uy qurib o'rganingiz uchun aka Respekt deyishdimi? Respekt deyishdi. O'zimiz maza qildik. Sabab o'zimiz ishimiz baribir o'zimizga yoqadi. Atrofdagi odam baribir ijobiy yo salbiy baho beradi. Hammalari zo'r ketyapti aka. Tezlik ham, sifat ham, standartlar ham hammasi normativlar joyida chiqyapti. Sabab 12-etajga yetib bormasdan mana gaza bloklarni urib ketyapti. O'zi. Shuni ahamiyat berdi. Parallel ishlayapmiz. Hozir tez kunda romlarni qo'yishni boshlaydi. Yilda oxiriga Alloh nasib topshiramiz. Xo'p, yana bitta savol. Bu deyarli barcha sotilganmi, yo'qmi? 95% sotilgan. Yo'g'i. 95% sotilgan. Nimaga talab ko'p? Aholi zich. Birinchi navbatda. Keyin biz sharoitlarni qilib berganmiz. Keyin lokatsiyamiz qulay. Hamma tomondan qulaylik qilib berganmiz. Faqat o'zimizni bas, yo'qmas jamoamiz va birinchi navbatda bizni muhtaram prezidentimiz aytganlari xalqqa qulay bo'lsin. Otam aytadilar, xalqning duosini olgin deydilar. Faqat maqsadimiz har kuni ertalab chiqib turib, ota-ona duosini olib xalqqa xizmat qilish. Sabab bu dunyodan hammamiz o'tamiz. Bu joylar bizdan obod bo'lishi kerak. Bu joylarda, bu vatanlarda odamlar yillab turib duo qilishi kerak. Har bitta xonadonda mana shu joyga kirganda shu Sabum Groupga, Umidjon Nazarovga deb duo qilish kerak mana shu xonadonda. O'shanda biz bu dunyomiz ham inshaalloh obod bo'ladi. Niyatingiz dahshat chiroyli ekan. Birinchi marta quruvchidan shunaqa gap eshitdim. Shunda xudoingiz bir qachon bitadi aka? Yilda oxiriga bitirib topshiramiz. Yo'g'i? 500 tasini. 500 tasini. Keyingi etap? Keyingi yil oxiriga keyingi 500 tasini zo'r topshiramiz. Endi qayerga ketamiz aka? Endi Qo'qon City'ga boramiz. Aytganimdek, hozir hali vodiyda bo'lmaganda baralla gapiraman. Juda katta mega proyekt qilganmiz va juda bir hali ko'z ko'rib, quloq eshitmagan deydi-ku. Ayni ko'rsatamasizlarga bunaqa proyekt hali vodiyda bo'lmagan. Endi bilib olasizlar. Yuringlarchi bitta ko'ramiz. Umidjon aka, qaysi qo'rqinchli joyga olib keldingiz? Qayerda biza? Diyorbek, Toshkentda Toshkent City bo'lsa, Qo'qonda bu Qo'qon City loyihasini boshlaganmiz. Shahar markazida turibmiz. Bu tarafimiz shahar temir yo'l vokzali, bu tomonimiz mana ki avtosalon yo'lning yuzida turibmiz. Bu joyga shahar ichidagi shahar, ya'ni Qo'qon City'ni startini beramiz. Tez kunlarda bu joy nima qulayliklari bilan afzal bo'ladi aka? Siz men aytamanki, bu birinchi navbatda xavfsizlik nuqtai nazaridan yopiq shahar ichidagi yopiq shahar konsepsiyasi bo'ladi.
Birinchisi, eng katta fishkasi. Mingdan oshiq xonadonlar bo'ladi. Va hammamiz yaxshi ko'rgan o'zimiz farzandlarimiz uchun bog'chasi bo'ladi. O'zini ta'lim markazi, maktabi bo'ladi. O'zini hali hech qaysi cityda bo'lmagan medpunkti bo'ladi. Ayyo'g'i. O'zini ichida ayollar uchun, erkaklar uchun отдельный fitness zonalari. Eng yaxshi ko'rgan narsam farzandlarimizni, jiyanlarimizni xursand qilish bo'ladi. Tomida basseyni bo'ladi. Terrasa qismiga basseynlargacha o'ylab, hali hech kim qilmagan konsepsiya, hech kim qilmagan ro'yxatni ustida ishlaganligimiz uchun o'ta qulayliklarni berganmiz. Undan tashqari sport zonalari. Bular hammasi bepulmi? Bular hammasi shu aholimiz uchun bepul beriladi. Bu yerda necha mingta loyiha bo'ladi? Mingdan oshiq xonadon bo'ladi bu joyda. Bu faqat shahar uchun emas, bu atrofdagi bizni qadrdonlarimiz, amaki xolalarimiz, mana shu bizni kuzatyap turgan barcha tumanlardagi, rayonlardagi hamma jamoani, hamma insonlarni, hamma mijozlarimizni olib mana shu joylab baxtli hayot kechirish turmush tarzini birgalashib yelkama-yelka qurib, yelkama-yelka yashaymiz shular bilan. Eng qizig'i Diyorbek 75% zeleniy zona qoladi, yashil hudud qoladi. 25%gagina qurilish qilamiz. Ayyo'g'i. Shunda bu aholi uchun, biz shahrimizga kelyap turgan mehmonlar uchun, o'zini otasini, onasini, akasini, ukasini xursand qilaman deganlar mana shu katta zonada mazza qilib, toza havoda nafas olib, farzandlarini o'ynatib, yaqinlariga hamroh bo'lib yashash uchun barcha qulayliklarni mana shuni ichiga olib kelib, Alloh nasib shakllantiramiz. Sizning gaplaringiz bo'yicha bu premium daraja narsa va narxlar ham shunaqa premium qimmat bo'lsa kerak. Sabum Group oilasi shu maqsadni oliy qo'ygan oldiga faqat xalqning roziligini olamiz, xursand qilamiz. Alloh qodir qilgancha klass premium bo'ladi, lekin narxlar hamma uchun qulay takliflarda beriladi hamisha. Ayyo'g'i. Birinchi navbatda moddiy manfaat ko'zlanilmaydi. Birinchi navbatda xalq roziligini istaymiz. Sabab men harakat qilsam, siz harakat qilsangiz, aka-ukalarimiz yoniga olsak, birlashib turib, ana shu go'zalliklarga sababchi bo'lamiz. O'tgan yil internetda ko'rdim, Qo'qonim loyihasida shuncha odamlar, ofis polniyda uylar qolmadi deb eshitdim ko'pchiligi. Bu safar ham uylar ko'pmi? Yo'q, Diyorbek, har doimgidek biz sifatga birinchi urg'uni beramiz. O'shani hisobidan kelib chiqib, nima demoqchimanki, o'tgan galgidaqinga ko'p yaqinlarimizga xonadonlar yetmay qolgan, o'zimizni qo'shnilarimizga ham yetmay qolgan. O'shanga bizni kuzatyap turganlarga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, shu videoni ko'rishlari bilan bizni aloq markaziga aloqaga chiqib, uylarini bron qilishsa, ertaga biz tomonidan noqulaylik bo'lib, yana yelkamizni qisib uy yetmay qoldi. Endi keyingi loyihaga deb yana kuttirish sabablari bo'lmaydi. Bu videoni ko'rishsinda, tezda murojaat qilishsin, tezda aloqaga chiqib uylarni bron qilishsin. Ko'rib turgan bo'lsanglar, Sabum Group ofisiga kelinglar, bron qilinglar, tez kunda sotuvlar ochilar ekan. Endi bizni keyingi lokatsiyamiz qayerda aka? Keyingi lokatsiyamiz narigi biznesimizni ko'rsataman. Endi Azex ko'p tarmoqli yo'nalishimizga olib boramiz. Kuzatib boringlar, bitta like bosinglar va Millioner klubiga obuna bo'linglar. Soat 8 bo'ldi, lekin biz hali ham syomkada bizni ne o'rtaga qo'ydi aka, chekka olib qo'ysak? Diyorbek xavotir olmang, bu zapravka ham o'zimizniki. Hamma siznikimi? Yo'nalish ko'p. Boya aytmadingiz, 7-8 ta biznes hisoblaganingizda. Har sohadan bir shingil. Faqat xizmat ko'rsatish, xalq duosini olish. Zo'r, dahshat. Bu yerda ko'raman velosipedlar. Azex, xush kelibsiz deb yozilgan ekan. Bu yerda nima aka? Bu yerda asosiy mana ko'rib turganingizdek, bolajonlar tug'ilishi bilan mana eng kichik shu farzandlarimizga shu o'yinchoqlardan boshlanadi. O'yinchoqlardan boshlanadi. Tashqariga mana chiqib ko'rsak, kattalar uchun elektroskuterlargacha bor. Xullas 1 yoshdan 70 yoshgacha xizmat ko'rsatamiz. Buning ichida bolalar o'yinchoqlari, mana bunaqangi moshinachalar, bunaqangi samakatlar, lego o'yinchoqlar, har xil turkumdagi yumshoq va qattiq o'yinchoqlar hamda bu tarafga chiqsak, 3 g'ildirli velosipeddan tortib, shu kattalargacha xizmat ko'rsatadigan velosipedlarimiz bor. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz bir bitta sekund tushunishlar uchun bular
hamma narsani o'zlari ishlab chiqaradilar. Bular olib sotar emas, kimlardan olib sotmaydilar. Bu hammasi, mana bu igrushka bo'ladimi, mana bu samokat bo'ladimi, bular hammasi o'zlari ishlab chiqarar ekan. Men hayronman. Endi boya qiziq savol berdim-da. Necha pul qoladi? Eting necha pul qoladi? 5% ga ishlaymiz. 5%. Bu degani 1 million so'm. 1 million so'm tursa 50 ming ustiga qo'yiladi. 50 ming so'm foydasi bor. Men so'rayapman, foydasi nima? Yo'q, formaysizmi? Foydasi yo'q-ku. Bitta narsa bor-da. Bu ishlab chiqarishimizda ham mana shu setlarimiz O'zbekistonda 13 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, 13 ta viloyatda har bitta viloyatida shahrda magazinlarimiz bor. Umumiy konsepsiyada mana shu yo'nalishimiz o'zida 200-300 ga yaqin odam ishlaydi. 200-300 ga yaqin odam degani har bitta odamda uyda 4 tadan odam bo'lgani, bu degani bir 1000 ta odamni Alloh subhanahu taolo rizqini biz orqali beryapti-da. Biz sababchimiz shular. O'shanga buni rakursini faqat moddiy manfaatga qaratilmagan. Hamma narsa pulga ham taqalmaydi. Hamma narsa pulga taqalmaydi. Dahshat. Shunda butun O'zbekiston bo'yicha magazinlar bor. Ishlab chiqarish qilasizlar, dilerlar yozmoqchi bo'lsa, yozilgan. Bemalol aloqaga chiqsa, bemalol hamkorlikda ishlab. Optin narxida. O'shanga halingda aytdingiz aka, charchamaysizmi? Shuncha narsaga vaqt yo'q. Charchash bo'lmaydi, qachon ahil jamoa bo'lsa. Qaysidir konsepsiyalar o'rtoqlarimiz bilan sherik-sherikda, qaysidir yo'nalishlarimiz ukalarimiz bilan, qaysidir yo'nalishlar ustozlar bilan, qaysidir yo'nalish o'rtoqlar bilan-da. Bo'lishganda hamisha baraka bo'ladi. Shu gapingizga bitta fikrim keldi. Ko'pchilik aytadiki, qarindoshchilik biznesi buzadi. O'zbekistonda hamma bizneslar qarindoshchiligiga qurilgan va baraka bo'lmaydi degan gapni ko'p eshitaman-da. Hech qachon faqat tamoyilni, rejani to'g'ri yo'lga qo'ya bilish kerak. Kimdir ish qilish kerak, kimdir g'oya berish kerak, kimdir sarmoya kirg'izish kerak. O'shanda jipslashuv bo'lib, ish bir tempda ketaveradi. Men o'zim ustozim ham akamlar bilan taxriban 25 yildan buyon birgaman. Ayrim yo'nalishlarim akamlar bilan birga. Sabab ustoz bilan bo'lgan narsa barakali bo'ladi. Mana bir necha marta shunaqa eshitdim, что qarindoshlar bilan biznes qilib baraka topgan insonlar hamisha ota duosini, ustoz duosini olgan hech qachon kam bo'lmaydi. Zo'r. Mana bugun bizni syomkani tugatyapmiz. Hozir 8 atrofida bo'ldi. Ertaga oxirgi lokatsiyamiz qoldi. Farg'onaga ertalab nechida chiqamiz aka? Ertalab soat 6larda. 6da. Ular bugun 5 da turdik. Ular har kuni shunaqa turar ekanlar. Men ertalab namozga turaman, undan keyin qotaman. Siz har kuni bitta vaqtda turasiz, shuni uxlaysiz. Kimdir dam olib zavqlanadi. Men ishlasam energiya olib zavqlanaman. Sabab kimdir hayotda bekorchi deydi. Bekor. Siz bilan bizga Robbimga hamd aytaylik, ishimiz qancha ko'p bo'lgan sari shundan zavq olamiz. Ishdan zavq olib charchagan yaxshimi yo bekorchi bo'lib ish oqtarib charchagan yaxshimi? Albatta ish qilib elga, yurtga, yaqinlarga manfaati tegib charchagan eng afzali bo'ladi. Shunaqa to'g'ri gapirdingiz. Bugungi kunga rahmat aka. Ertaga Xudo xohlasa ertalab ko'rishyapmiz. Bitta like va obuna bo'lishni unutmanglar. Biz ertaga sizlar bilan ko'rishamiz. Xudo xohlasa biz Farg'onaga yo'lga chiqdik, zerikmaslik uchun. Bizda 4 ta 5 ta qo'y. Qiziq savollar bor. Podpishchilar ham yozgan va pastda ham yozib qoldirsanglar, keyingi intervyuda ham beramiz. Birinchi savol, ko'pchilik so'raydi, odamlar muvaffaqiyatga erishsa, ayollar qanchalik o'rni katta? Ba'zi birlar aytadiki, ayolda baraka bor. O'zi sizni hayotingizda ham shunaqa bo'lganmi? Albatta Diyorbek, har bir yigit balog'at yoshiga yetgandan keyin albatta uylanish kerak. Bizda ham bir hayot pallasida sinovlar keldi. Bir muvaffaqiyatga chiqdik, bir yo'qotish bo'ldi. Hamma pullarimizni, hamma mol-mulklarimizni yo'qotdik. Oxirgi pulimizga uylandik. Shu bilan hayot ketdi. O'tgan bo'lsa aradan 3 oy o'tdi, ishlar oldinga qarab yurishni boshladi. Birinchi izolyatsion plyonka ishlab chiqarishimizni yo'lga qo'ydik. Zavodda ishga tushirishni boshladik. Pul yo'q, sharoit yo'q, Allohning fazli bilan Allohga tavakkal qildik, harakatlandik. Oldinga qarab yurdi ish. Aradan 1 yil o'tdi, qiz farzandli bo'ldik, tekstil soha kirib keldi. Birinchi soha ham zo'r ketyapti. Birinchi soha zo'r ketyapti, birinchi soha ikkinchisini tortyapti. Tekstil soha. Shu bilan uchib ketdik. Bir o'tirib tahlil qilsam, shunday orqaga qarasam, 1,5 yil oldin minusda edim. Oxirgi pulimga uylanib, zo'rg'a endi zina chiqib turdim. Allohning fazli bilan hamma eshiklar ochilib, Alloh barakani berdi. Men o'zimga aytamanki, o'shanga bir
o'sha eski gaplar bekorga gapirilmagan ekan. Ayolda baraka bor ekan, o'shanga uylanish kerak. Hech o'ylanmash kerak, tavakkal qilish kerak, tadbir Allohdan. Yangi uylangan paytim hayotimda shu bir voqea bo'ldi. Hali hanuz bir yuragimda turadi. Ayol kishini bu narsa yegisi keladi, ichkisi keladi. Ko'chaga chiqib ketyapman, ro'yxat yozib beryapti. Menda pul yo'q. Uni u bilmaydi. Ko'chaga chiqdimda bir joyda o'tirdim. 1-2 soat. 1-2 soat o'tirdim, kunda kech qildim, qaytib keldim. Do'konlar yopib qo'yibdi, vaqtim bo'lmadi dedim. Ertasiga yana shu narsa takror bo'ldi. Hali yangi bizneslarga kirmagan paytim. 3-kuniga ayolim tushundi o'zi. Hamda hali ro'yxatni qisqartirib, eng zarur bo'lgan ikkitagina narsani yozib berdi. Chiqdim. Yaqinimizdan qarz oldim. Chiqib bozorlarda qilib olib kelib berdim. Aradan 16 yil o'tdi. Yaqinda ayolim bilan gaplashib o'tirsam, aytayaptilarki, dadasi, mana hozir 5000 ta xonadon quryapsiz. 7 ta turli xil yo'nalishlarda biznes olib boryapsiz. Eslaysizmi, men yangi xonadonga kelin bo'lib kelganimda bir kun sizga ro'yxat bergandim. Bozorlik qilib kelmadingiz. Ikkinchi kuni yana ro'yxat berdim. Bozorlik qilib kelmadingiz. Men o'shanda sezdim. Xo'jayinimda pul yo'q ekan. Eng ehtiyojga zarur bo'lgan narsalarni yozay, noqulay holatga solmay dedimda, ikki xil narsa yozib bergandim. Mana vaqtlar o'tdi, qanaqangi muvaffaqiyatlarga erishdingiz deb eslatma berganda men o'zim aytdimki, erkak kishini eng katta muvaffaqiyati shu uni to'g'ri tushuna bilgan ayolida. Qiyinchilik. Qo'lda qiyinchilik bo'ladi, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar yelkadosh bo'lib, qo'llab-quvvatlab turganida. Dahshat esa. O'shanga aytilinadi-da, shunga ayol bilan birga yo'lga chiqilsa, hamroh bo'linsa, oxiri ham go'zal bo'ladi. Juda ta'sirli voqeani aytib berdilar. Unaqa voqea to'g'risida eshitmaganman. Bir qiziq savolim bordi. Masalan, sizda pulingiz yo'q, keyin borib uydagilarga indamaganmilar. Hozir masalan ko'rib turibmiz, pulim yo'q erimda, uyda nima yo'q, unim yo'q, bunim yo'q deb jalbal uyga ketib turadi. Sizda unaqa vaziyat bo'lmaganmi? Ya'ni keyin ham onalariga, sizni qaynanangizga indamaganmilar? Yo'q, onamga aytmaganlar. Yo'q, qaynanangizga aytmoqchiman. Qaynanam ikkinchi onamlarda. Siz qaynanangiz ona deysiz. Qaynanamni ona deb chaqiraman. Prosta ko'pchilik yoki ona deydi, yoki umuman chaqirmaydi ismidan. Siz ona deysiz. Men ona deb chaqiraman. Sababini bilsam bo'ladimi? Men mehribon kuyovman-da. Ajoyib. To'g'risini aytsam, Qo'qonliklarda shunaqa narsa borki, har bitta yosh bola bo'ladimi, katta bo'ladimi, shunaqa mehribon gaplashadi, shunaqa hurmat yuzasidan gaplashadi. Umiddagidan ko'p narsa o'rgansa bo'lar ekan. Keyingi savolimizga o'tsak, shu gaplaringiz bo'yicha, muomalangiz bo'yicha, keyin ham ta'riflab berishingiz bo'yicha men tushundimki, keyin ham juda yaxshi ko'rasiz deb tushundim. Va shunaqa menga aytishganki, Qo'qonliklarda 2 ta 3 ta deb aytishgandi. Qiziq savol bordi. Sizda o'zi nechta? Menda farzandlarim 3 ta, xotin 1 ta, umumiy 4 ta. Shunaqa ajoyib javob beradi. Kechadan beri nimadir savol beraman desam, bular shunaqa javob beradiki, meni miyamda connect bo'lib qoladi. Tushundim, zo'r. Endi aka o'zi har doim mana hozir biz kecha ko'rdim, Gelik, 2 ta Range Rover, Lil 9li, qimmat mashinalarda yuribsiz-da. Birinchi mashinangiz haqida hikoyat berib olasizmi? O'zi qanaqa birinchi mashinangiz bo'lgan? Nimadan boshlangansiz yoki padarik bo'lgan bu mashina? Birinchi mashinamiz shu bozorga chiqib, savdogarchilik qilib, kiyim-kechak, oziq-ovqat sotib, 19 yoshimda o'zimning pulimga 2003-yil Tiko sotib olganman. O'sha Tiko mashinalar o'sha paytda eng trendda, eng topda bo'lgan. O'sha paytda Tikoni tonirovkalarni qilib olib, o'sha paytda tonirovka mumkin emas. Tonirovka mumkin emas paytlarda tonirovkalarni qilib olib, avtomagnitolalarni, subwooferlar bo'lardi, eng zo'rlarini qo'yib, dadam safarga ketardilar, ko'p chet davlatlarga borardilar bir haftaga. Dadam shu uydan chiqib aeroportga yetib borganlarida bizning mashina ham to'g'ri avtoservisga borib, tonirovka qilib, u paytlarda tonirovka mumkin bo'lmagan. Hozirgidek bir haftaga tonirovkani tortib, kelishlaridan 2 soat oldin tonirovkani ishlar yana joyiga qo'yib qo'yardik. Ajoyib zamonlar bo'lgan. Yosh bo'lganmiz, energiya ko'p, sho'x bo'lganmiz. Shaharda kichkina Tiko juda qulay, u chekkasidan kirib, bu chekkasidan chiqib
ajoyib bir davrlarni o'tkazganmiz Diyorbek. Xullas, tikochida bu gapni tushunadi. Hammasi o'sha vaqtda o'sha jamiyatda odamlar hammasi bilishadi. Sizlarda ham tiko bo'lganmi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolim shundan iboratki, mana aytdingizki, 3 ta farzandim bor dedingiz va birinchi eng katta farzandingiz bu qizingiz. Va ko'pchilik internetda ko'raman, qizlarni uzatishganda shunaqa yig'laydiki va yaqinda xolos 3-4 yildan keyin o'sha qiz ham katta bo'lib uzatasiz. Shunaqa tayyormisiz bu narsaga demoqchiman. Buni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hayot qonuni. Biz majburmiz voyaga yetgandan keyin uzatishga. Eng og'riqli nuqtasi 18 yil tarbiyalaysiz. Qiz bola otasiga eng mehribon bo'ladi. O'zida kichkina murg'akcha qalbi bilan otasini e'zozlab, otasini xizmatini qilib, yillar davomida unga bor energiyasini sarf qiladi. Eng achinarlisi, eng og'riqli nuqtasi shu voyaga yetib, endi uni bir xursand qilib, qo'lingizdan bir narsa kelib, endi sharoit qilaman deganingizda, u yuragingizdan yulib olib chiqib ketadi. O'sha paytda keyin ko'zga yosh, qalbga keyin bo'shliq kelib qoladi-da. Tayyormisiz bu narsaga? Inshaalloh tayyormiz. Qiz uzatib turganda otalar nimaga yig'laydi? Qiz bola o'g'il boladan farqli ravishda omonat bo'ladi. 18 yil yashaydi yo'q, boshqa joyga qarab uzatilinadi-da. Lekin o'sha 18 yil davomida otasini xizmatini qiladi, otasini duo qiladi, o'sha murg'ak qalbi bilan hamisha otasiga mehribon bo'ladi. O'g'il o'laroq qiz bola o'shaning uchun chiqib ketib turgan paytida ko'zingizga yosh, qalbda bo'shliq, yurakda g'amginlikni inson his qiladi-da. Bu juda og'riqli nuqta. Buni hech qanaqangi emotsiya bilan, hech qanaqangi so'z bilan ifodalab berib bo'lmaydi. Buni o'sha pallani o'tkazgan, o'sha pallaga tayyor bo'lib kelyapti turgan insonlar ichidan o'zi po'kkillab, ichidan ilkillab his qilib turadi hamisha shuni. Siz tayyormisiz bu narsalarga? Alloh nasib tayyormiz. Ajoyib. Umidjon aka oilalarini shunaqa oilasini, bolalarini shunaqa yaxshi ko'radiki, ko'p gaplashdik, kecha kamera ortida ko'p gaplashdik va shuni aytdimki, tarbiya bo'yicha, mehr-oqibat bo'yicha ham juda qattiq va zo'r qaraydilar. Keyin farzandlar tarbiyasida haqida bir gapirsak-da, bitta savol bor. Farzandlarga nimalarni ruxsat bermaysiz? Farzandlarga hamisha qanday qarash kerak? O'zini yoshiga mos narsalarga ruxsat berish kerak va o'zini tarbiyasiga va uni psixologiyasiga to'g'ri keladigan narsalarga imkon berish kerak. Cheklovlarni qo'yish kerak miqdorida. Hamma narsa o'ta maksimalli bo'lib ketmas kerak, o'ta quyi pog'onaga tushib ketsa, o'rta miyona ketsa, hammasi o'sha davomiy go'zal holatda bo'ladi. Demak, siz ko'p narsani ham uni tatbiqlamaysiz. Yo'q, hech qanday narsani zapret qo'ymayman, me'yorida bo'lsin deyman. Yashash obrazimiz, yashash sharoitimiz, hamma narsa shu o'rta miyona bo'lishi kerak. O'shanda tartib bo'ladi, o'shanda intizom bo'ladi, o'shanda xotirjamlik bo'ladi. Zo'r tushundim. Biz ham xudo xohlasa Farg'onaga yetib kelyapmiz. Farg'onada hozir obyektsiyalar ko'rsatamiz. Unda oxirgi savolim aka, mana ko'p sayohat qilasiz bilaman. Eng esingizda qolgan sayohatingiz, eng yaxshi ko'rib qilgan sayohatingiz qaysi bo'lgan ekan? Eng yaxshi ko'rib, eng mazza qilib qilgan sayohatim singlim va ota-onam umraga olib borganim. Nimaga? Sabab bir dona singlim bor. Yoshligida xotiralarim bor. Urushganim, janjallashib, o'ynaganlarim, zavqlarim. O'sha joyga olib borib, singiljonim bilan o'tirib, duolarni qilib, o'sha paytda yoshlik xotiralarni eslab, yoshligimga qaytib, u bilan mazza qilib, suhbatini olib, xurshikka borib, xizmatini qilib, shunaqa yayradim, shunaqa mazza qildim, ham amallarni bajardim, ham fikrlarim teranlashdi va ota-onamni, singlimni duolarini oldim. O'shanga hamma kuzatib turgan yaqin aka-ukalarimizga aytaman, singillari bo'lsa, opachalari bo'lsa, olib albatta umraga borib, o'sha yerlarda yoshlik xotiralarini eslab, o'shalarning xizmatini qilib, duolarini olish hammalariga nasib qilsin. Juda ta'sirli gaplarni gapirdingiz, hammaga nasib qilsin. Xudo xohlasa biz aytgancha Diyorbek, hozirgi kunda ustoz shogird an'anasi yo'qib ketyapti. Oldinlari ustozga shogirdni olib borib berilardi. Ustozga aytilardiki, buni go'sht sizga, suyagi bizga deyilardi. 1 yil, 2 yil tarbiyalab, qachon yaxshi mutaxassis, qachon o'zini
qat'iyat bilan, ishonch bilan tayyor bo'ldi degandan keyin ustoz keyin duosini berib uni ko'chaga chiqarardi. O'sha yo'nalishda keyin baraka topardi, o'sha yo'nalish bo'yicha keyin ishlardi inson. Hozir shogird qilib berilsa, 1 yil hali joyga borib ishlamas, ustozni ko'chaga chiqib o'ziga raqib sanab olyapti. Unaqa bo'lmash kerak. Ustoz shogird an'anasi qanday bo'lish kerak degan, ustoz shogird an'anasi hamisha ustozni otadek ulug'lab, hamisha xizmatini qilib, hamisha duosini olish kerak. Bekorga aytilmaganki, ustoz otangday ulug' deb. O'shanga hamma ustozini xizmatida bo'lish kerak, ustozini duosini olish kerak albatta. Shundagina ular hayotda qanaqadir muvaffaqiyatga erishadi, shundagina hayotida baraka topadi. Zo'r. Zo'r gaplar ham bo'ldi. O'zi faqat Umidjon akadan zo'r gaplashdimiz. Xudo xohlasa sizlar ham bu gaplarni o'zingizga yozib olib, ularda ham daftar bor-ku, o'zingizga ham shunaqa daftar tutib, aqlli gaplarni yozib va buni amalga oshiringlar. Xudo xohlasa biz Farg'onaga ham yetib kelyapmiz. Farg'onada ko'rishguncha. Yo'lbek, Farg'onaga ham yetib keldik. Assalomu alaykum, yana bir bor. Sotuv ofisi Manhattan. Nega aynan Manhattan? Shu azaldan shu hammamiz orzumuz Amerika bo'lgan. Amerikaga kimdir boradi, kimdir kuzatadi. O'shandan kelib chiqib shu orzular davlati bo'lgan Amerikani shu shahrini bir nomlab Manhattan deydi. Zo'r. Bu loyihangiz почти bitganmi aka? 95% bitdi Diyorbek. 1 oy plus minusda o'zi topshiramiz xonadonlar. Necha oyda bitdi bu? 1 yilda. 1 yilda xudo xolisa bitdi. Nechta xonadon bitdi? 60 ta xonadon. 60 ta xonadon. Necha pulli loyiha aka? 2 million. 2 million dollar. Endi mana kecha 150 million deysiz, 100 million, 2 million, 5 million, 10 million deyapsizda, bitta qiziq savolim bor. O'zi ko'p tadbirkorlarni qo'pol gapirsa, tadbirkorlarni gidayt qilishadi-da. Endi bu hayot qonuniga aylab qoldi hozirgi kunlarda. Hamma istagan yo'nalish bo'yicha ketyapti. Lekin o'sha bizning maqsadimiz aniq. O'zimiz yo'limizni barrani olganmiz, o'sha qarab yuraveramiz. Sizda ham bo'lganmi shunaqa narsalar? Albatta, juda ko'p marotaba bo'lgan. Hayotda hamisha aytganman, yutqiziqsiz yutuq bo'lmaydi. Inson borki, xato qiladi. Shundan kimdirlar ochiq ko'ngilida foydalanadi. Eng katta gidayt qilgan summa. Eng katta gidayt qilgan summa shu 2022-yillarda bo'ldi shekilli. O'zim tushunmagan soha, ya'niki hozir rosa ko'p yoshlarning ichida urf bo'lib boryapti, trading sohasi. Sohani tushunmayman, birov investitsiya kirgizdiring dedi. Bo'ldi, xo'p dedik, shu zamonaviy biznes bo'lardi. Shu bilan tradingga 700 ming dollar tikib, shu bilan keyin zarar ko'rgan. Qanaqa? Buni uxlatdi-da, firibgar ekan. Yolg'onchi ekan. Shu bilan 700 ming dollar zarar kirgan. 700 ming zarar. Boshqa umringizda kirmaysiz. Boshqa umrimizda o'zimiz kirmagan sohaga pul tikmaymiz. O'zi tanishlaringiz tradingga kirib baraka topgan insonlar bormi? Ko'rmadim. Bu videoni tradingga investitsiya qilmoqchi bo'lgan tanishlaringiz yuborib qo'yinglar. 700 ming dollar pul tikib zarar ko'rganlar. Xo'p, zo'r. Siz aytdingizki, men o'zim bilmagan sohaga pul tikmayman dedingiz. Tradingdan tashqari yana bitta shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Ha, bo'lgan 200 ming dollar tikib ziyon ko'rganmiz. Bitta ukamiz kelyapti, Erondan pista importini. Savdosini yo'lga qo'yamiz, biz yo'lga qo'yganmiz, faqat mablag' yetmayapti. Shunga sarmoya bo'lib kiring deyapti. Bo'ldi, xo'p deyapmanda, analizini olib kelyapti, hammasi joyida. Analizini olib kelyapti, ko'rsatib beryapti, 200 ming dollar tikib 1 yilda 500 ming dollarga daromad ko'rsa bo'ladi. Keyin bo'ldi, mayli, ma'qul dedim-da 100 ming dollar berdim. Aradan 1 oy vaqt o'tdi-da 10 ming dollar foyda olib keldi. Qarasam, hamma narsa joy-joyida. Yana 100 ming dollar berdim. Bo'ldi, stabil ketsin dedim-da, yana bir 2 oy 10 ming dollardan olib kelib berdi-da, keyin shu bilan muammolar kelib chiqishni boshladi. Pulini olib oldi-da. Ha, muammolar kelib chiqishni boshladi. Nima bo'lyapti desam, savdoda tushunmovchilik, ostatkada bunaqa bo'lyapti, logistika yetib kelmayapti dedi. Shu bilan yo'q-da. Keyin oqtarib oxirigacha yetib borsak, Qirg'izistonga ketib qoldi. Ha, pulni olgandan keyin muammolar chiqishni boshladi. Pulni olgandan keyin muammolar kelib chiqdi. Keyin biz ichigacha kirsak, u nima qilgan, skladni qayerda, ombor qayerda, bozor qayerda deb oxirigacha borsak, u bizdan emas, bizga o'xshagan 3-4 ta odamni o'zi pulini olib Qirg'izistonga ketib bordi. O'zingiz bo'lishingiz kerak, bo'lmasangiz kirishingiz kerak emas. Undan ko'ra o'sha 200 ming dollar pulni
uy olib qo'yganimda hozir 4-5 ta uyga o'z investitsiya qilib qo'ygan bo'lardim. To'g'ri. Zo'r. 2 kun ichida ajoyib sizdan bir xulosalar, yangiliklar, tavsiyalar oldim. Sizga kattakon rahmat. O'zi aytishardi, Qo'qonga borsang, ular shunaqa mehmon do'stki deyishardi. O'zim keldim, buni ko'rdim va xudo xohlasa sizga kattakon rahmat. Hamma raqamlarni, hamma bizneslarni siz chuqur, eksklyuziv ochib berdingiz va o'zi to'g'risi aytsam, ko'p insonlar intervyu olganman, shaxsiy brending rug'zaman va unaqa ochiq gapiradigan insonlar juda kamda. Ochiq, jaydari gapiradigan inson juda kam. Kattakon rahmat sizga. Xudo xohlasa bu intervyu ham tugayapti. Eslatib o'tamanki, bularga bitta like bosinglar, obuna bo'linglar va konkursimiz bor edi. 3-o'rin $500 yutmoqchi bo'lsanglar, kommentariy deb o'tdi. Yozinglar, umumiy xulosa qanaqa oldinglar intervyuda, kim eng ko'p kommentariy yozsa, shuncha ko'p imkoniyati bo'ladi. 2-o'rin biz $1000 beryapmiz. 15 kun ichida kim eng ko'p prosmotr va Reels yoki YouTube Short joylasa, ularga beramiz. 1-o'rin biz 17 Pro beramiz. 30 kunning ichida kim eng ko'p prosmotr, like, repost yig'sa, shu 3 ta sovg'amiz bor. Umidjon aka, sizga kattakon rahmat aka. Xudo xohlasa, bittasidan va'da olmoqchiman. Keyingi intervyu ham qachondir olaylik siz bilan. Qachonki bundan ham kattaroq masshtab bo'lsa, xudo xohlasa biz doim xizmatingizda bo'lamiz. Doim biz sizga o'xshagan muvaffaqiyatli insonlarning tarixini ommaga olib chiqib, odamlarga motivatsiya, o'rnak sifatida ko'rsatish yo'lida biz har doim. Xudo xohlasa aka, sizga kattakon rahmat. Hamisha eshigimiz ochiq. Va oxirgi sizning gapingiz, oxirgi siz tavsiyangizni olamiz. Bo'lajak millioner bo'lish uchun bitta tavsiya bering. Yoshlarga, yosh kattalarga, kim o'zini topmoqchi bo'lganlarga yoki qidirayotgan bo'lganlarga bitta tavsiya bersangiz. O'zimizni hayotdan kelib chiqib ayta olaman. Birinchi navbatda ota-ona duosi va ahil jamoa. Nima holat bo'lganda ham chekinib qolmang, nima holat bo'lganda ham to'xtab qolmang. Hayotda muvaffaqiyat kelmaydi. Yirtiladi, titiladi, lekin hayotga chiqib yana o'zini davom etsa, qaysidir pallada o'zini o'rnini, o'zini yo'nalishini topadi inson. Faqat chekinib qolmash kerak. Mana millionerdan sizlarga maslahat, tavsiya, xudo xohlasa qo'llanglar. Keyingi sonda ko'rishguncha. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.